Hozir O'zbekistonga keldim. O'zbekistonda Turkiyada topayotgan pulimga qaraganda 2-3 barobar ko'proq pul topyapman. Nima uchun menga keldim degan narsa bo'ladi-da. Boylik baxt olib kelmaydi degan narsa yo'q. Biz bu mavzularda gapirmaymiz. Misol uchun hozir yaqinda yosh bolalariga mashina bergan insonlar bo'lsin yoki bo'lmasa ko'rdik bu narsani. eng go'zal his qilgan narsam aka shamolning ovozi bilan yuzimga tafti bo'ldi. Mana shu soha plus AI ni integratsiya qilgan odamga yeta olmaymiz. Kambag'allar sabr qilib turinglar, boy odamlar yomon odam deyish niyatim yo'q. O'zi aslida demoqchimasmiz. Hozir Instagram o'chirdim. Va dunyoda eng baxtli odamlardan biriman. Sizning fikringizni qiziqayotgandim. Ijtimoiy tarmoqlarda butunlay voz kechish kerakmi? Shakl emas, mohiyatga e'tibor berganda boylik o'zidan kelgan bo'ladi. Butun dunyoda elektr energiyasi o'chiriladigan bo'lsa, insoniyat hamma narsani noldan boshlashi kerak. Bu narsalar vaqtincha baribir egallaydi. Men noroziman o'quv sistemamizdan mana shu sohani bizga o'rgatmaganligi uchun. Assalomu alaykum, Marjon aka. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz aka. Ko'rganman o'zimni. Men ham xursand bo'ldim akajon. Inshaalloh bir yaxshi loyiha boshlab qo'ydik. Hozir o'zaro gaplashib turgan paytimizda aytgandim, hali ismini ham o'ylab topganim yo'q. Bir gap ismini ham xudo xolasa bir gap bo'lar deb qo'yib turibmiz. Inshaalloh bir gap bo'lar deb balki javob davomlab ketarmiz, boshqa qilarmiz. Maqsadimiz nima bu podkastdan? Bu boshlayotgan bu ilk soni. Inshaalloh siz bilan alohida bundan keyin yana ko'rishamiz, yana bu mavzularda podkastlar uyushtirish niyatimiz bor. Maqsadlar jamiyatdagi og'riqli bo'layotgan muammolar, yoshlarning o'rtasidagi o'zini topa olmayotgandagi yoki bo'lmasa jamiyatni yanada yaxshi yo'nalishda o'zini topishligi uchun olib borishimiz mumkin bo'lgan fikrlar, tavsiyalar, shular bo'yicha yondashish niyatim bor edi. Va ilk mavzusini inson boylik topishi muhimroqmi yoki shaxsiyatni degan mavzuni tanlashga niyat qildim. Nima uchun deyiladigan bo'lsa, oxirgi paytlarda biroz meni o'zim qiynayotgan bir narsa bor edi. Siz ham Koreyada o'qib, u yerda ishlab ancha vaqt yashab keldingiz, boshqa qildingiz. Mana haligacha Turkiyadan kelganimga deyarli 1 yil, 1,5 yil bo'layotgan bo'lsa, moslashib keta olmayapman haligacha. Va juda qiyin bo'lyapti. To'g'risi juda qiyin bo'lyapti. Nima tomonlama qiyin bo'lyapti? O'zing tug'ilib o'sgan millat, boshqa deyiladigan bo'lsa, muammo yashayotgan muhitimdagi ayrim qarashlarda bo'lyapti. U asosan qarashlar boylik tomonlama qarashlar. Misol uchun men deyarli 7 yil yashagan bo'lsam, 7 yil davomida bir narsaga o'rgangan edim. Nimaga o'rgangan edim deyotgan bo'lsangiz, hayotda yashashlikka maqsad emas uy olishlik yoki bo'lmasa mashina olishlik, sizni qanaqangi lyuks kiyinishingiz bu hayotdagi katta maqsad bo'la olmaydi. Sizning maqsadingiz undan ko'ra anchagina ulkan narsalar. Uni orasidagi kichkina narsalar, bu uy masalasi boshqa masalasi. Nima uchun bu tuyg'u kelingan? Chunki biz o'zimiz ham ishlagan tashkilotimizda juda katta boy odamlar bilan ishladik va pulda millioner va milliarder insonlar bilan o'rtada suhbat qilishga to'g'ri kelgan vaqtlari bo'ldi. Men o'zim xalqaro marketing sohasida xalqaro bozor tahlilchisi bo'lganligim uchun juda ko'p mamlakatlarga borib turib hamkorlar bilan gaplashgan paytimda juda katta boylarni ko'rdim. Juda ham katta muvaffaqiyatli insonlarni ko'rdim. Ularni tashqi uy emas, boshqa emas. Milliardlarni boshqarishadi. Lekin men kiyayotgan kiyimim bilan kiyimida farqi yo'q. Men kiyayotgan brend bilan uni kiyayotgan kiyimida farqi yo'q. Yoki bo'lmasa meni oldimda Louis Vuitton kiyib chiqay yoki bo'lmasa Rolex'im bo'lsin degan dardi yo'q. Qaysi qulay bo'lsa, qaysida o'zini erkin his qilsa, qaysida o'zini bir bemalol his qiladigan bo'lsa, shunaqa jamiyat. Va u jamiyatda men yashab o'zimni juda ham erkin va juda ham xursand his qilardim va baxtli his qilardim. Hozir O'zbekistonga keldim. O'zbekistonda Turkiyada topayotgan pulimga qaraganda 2-3 barobar ko'proq pul topyapman. Lekin to'g'risini aytsam baxtsizman. Nimaga deyiladigan bo'lsa, musobaqa bor bizda. Nima musobaqasi desa, sizdan ko'ra muvaffaqiyatli, siz qachon muvaffaqiyatli hisoblanasiz? Kattaroq uyingiz bo'lsa. Shunday. Domingiz bo'lsa emas, kattaroq uyingiz bo'lsa. Siz qachon muvaffaqiyatli hisoblanasiz? 2 dan 3 ta mashinangiz bo'lsa. Standart. Standart. Siz qachon muvaffaqiyatli hisoblanasiz? Qo'lingizda misol uchun sizni topayotgan qurgan kompaniyangizdan ko'ra qo'lingizdagi Rolex soatingiz qimmatroq bo'lsa. Misol uchun odamlarni ko'zi uchun yashash bizda o'zi uchun yashashdan ko'ra muhimroq. Shunaqa bo'lib qoldi. Mana shuning uchun balkim men tushunmayotgandirman yoki bo'lmasa jamiyatda muammo bo'ladigan bo'lsa, mana shu muammolarga qanday yechimlar tavsiya qila olamiz va xuddi bu hozir bir boshlang'ich qatlam bo'ladigan bo'lsa, tezroq sakrab misol uchun Dubaydagi yoki bo'lmasa Turkiyada yoki bo'lmasa Yevropadagi millionerlarga o'xshab yashashlik davriga kelishimiz uchun insonlarni qanaqadir boshqacha tarbiya qilishimiz kerakmi? Shaxsiyat ustida ko'proq ishlashimiz kerakmi yoki bo'lmasa pul topish ustida ishlashimiz kerakmi degan mavzuda siz bilan bir suhbat qurish niyatim bor edi. Shu mavzu bugun bir dardlashamiz unda, xullas. Bemalol. Mana men aynan
o'sha moslashuv davridamiz biz ham oilaviy, ya'ni o'sha Koreyada mana 10 yil atrofida yashab qaytdik. Farzandlarimizni o'zimizda siz aytganingizdek biroz yov qarash, biroz qandaydir o'zingizni millatingizdagi ba'zi narsalarni ko'rib turib, u narsani tushuna olmaslik va bunga qaysidir ma'noda javob izlashlik bor. Juda ko'pchilik chet elda uzoq yashab kelganlarda albatta bu narsa bo'ladi. Bu narsani boshida aytib qo'yish kerak. Birinchidan mana shu aytgan savolingiz qaysidir ma'noda aynan o'zimni soham ikki jihatdan. Menda o'sha 2 xil Telegram kanal bor. Bo'lib qo'yganman atidan. Birinchisi iqtisodiyotga, ikkinchisi mutolaa, tafakkur, ma'rifat. Mana shunday mavzularga moslangan tema. Va aynan hozirgi savolingiz pul va shaxsiyat aynan mana shu ikkalasiga tushadi. Qaysidir ma'noda menimcha chiroyli ochib berishga harakat qilamiz va aytib o'tish kerak, kimdirki hozir kutishi mumkin, demak bu ham haligi boylik baxt olib kelmaydi degan narsa. Yo'q, biz bu mavzularda gapirmaymiz. Bu juda ham bir haligi siyqasi chiqqan gaplardan biri. Biz balans haqida gapiramiz. Ya'ni bu yerda boylik yomon yoki faqatgina ilm ol degan narsa emas. Mana shuni qanday qilib turib chiroyli kombinatsiya bilan jamiyatga kiritish mumkin va jamiyat qanday qilib turib g'oyalarini yoki o'zlarini tafakkurlarini yoki dunyoqarashini nimaga qarab turib obyektga olish kerak. Mana shu narsalar haqida gaplashamiz. Xolos, agar rozi bo'lsangiz, boshlasak bo'ladi, xolos. Albatta. Xo'sh, savollaringizni bersangiz bo'ladi, Abdulaziz, nasib qilsa. Savollar o'zi aslida birinchi eng katta beradigan savollarimdan biri shu: inson uchun eng muhim narsa qaysi? Boy bo'lishmi? Yoki bo'lmasa shaxs bo'lishmi? Ya'ni shaxslar shakllanishmi? Kuchli katta boy yoki kuchli shaxsda. Aynan. Chunki hozir o'zida, misol uchun, oxirgi ijtimoiy tarmoqlarda ko'radigan kuzatuvlarimiz o'zidan ham ko'rinyapti. Boy insonlar bor, ko'p, lekin shaxs emas. Misol uchun hozir yaqinda yosh bolalariga mashina bergan insonlar bo'lsin yoki bo'lmasa ko'rdik bu narsani. Bu narsalarni ko'ryapmiz. Shaxs sifatida shakllanganmi desa, yo'q, afsuski shaxs sifatida shakllanmagan va shaxs sifatida bu ikkinchi savolimni ham davomlayotib ketmoqchi edim. Shaxs sifatida shakllanmasdan turib boy bo'lishingni xavfli darajalari qaysi? Shu to'g'risida ham ozgina suhbatlashsak. Zo'r. Qaysidir ma'noda buncha ikkiga bo'lsak bo'ladi-da. O'zi bilsangiz, bu dunyoni ko'radigan bo'lsak, doim shu ko'rinadigan va ko'rinmaydigan narsalar jangi bo'ladi-da. Har doim shunaqa. Ya'ni istalgan narsa bo'yicha qarasangiz ham ilm bo'ladimi, unda ham ko'rinadigan, ko'rinmaydigan narsalar bor. Ya'ni ko'rinadigan narsalar shunchaki sizni qaysidir bir ma'lumotingiz, masalan, PhD olganingiz, magistratura olganingiz, ya'ni diplomda ko'rinadi. Lekin ko'rinmaydigan narsalar ilm. Bu yerda o'sha jang bo'ladi. Yoki masalan, biz e'tiqodlarimizda ham shu ko'rinadigan, ko'rinmaydigan. Doim insonlar nima uchun mana shu yomon ishni qilmayapsan deyilsa, chunki men nimagadir ishonaman deydi. O'sha nimagadir degan narsani odamlar ikki xil tushunadi. Kimdir aytadi, bu ko'rinmaydigan narsa, o'shaning uchun menga taalluqli emas degan narsani aytadi. Ya'ni ko'rsangiz, dunyoda doim ko'rinadigan va ko'rinmaydigan narsalarning o'rtasida jang bo'ladi. Va hozirgi mavzuimiz ham qaysidir ma'noda shunga bog'liq. Ya'ni boylik qaysidir ma'noda ko'rinadigan narsa. Bu narsani tashqi boylik deb atasak bo'ladi va ichki ma'naviy boyligimiz bu shaxsiyat. Ya'ni insonni o'zini shaxslik darajasiga chiqa olishlik. Shaxslik darajasiga chiqa olishlik nima deyiladigan bo'lsa, Maslow piramidasi bor. Mana shu narsani bir ko'rib chiqishimiz kerak. Ya'ni inson tug'ilar ekan, mana shu Maslow piramidasi orqali yuqoriga chiqishga harakat qiladi. Birinchi nima keladi unga? Birinchi o'rinda oziq-ovqat, kiyim-kechak va yashash joy. Ya'ni kichkintoylarga mana shu narsa bo'lsa bo'ldi. Ya'ni ular chiroyli ulg'ayaverishadi-da. Undan keyin sekin-sekin ular muhabbat his qilishni boshlaydi. Bu narsa nimagadir ya'ni birinchisi mana jismoniy bo'lsa, ikkinchisi ma'naviy. Ya'ni siz bilyapsiz, kimdir meni qani endi do'stlarim bo'lsa, kimdir meni yaxshi ko'rsa degan narsa. Undan keyin nima keladi desa, undan keyin endi sevilish va hurmat qilinishga bo'lgan narsa. Bilsangiz, biroz yosh katta bo'lib qolgandan keyin bolalar hurmat talab bo'lib qoladi. Kulsangiz, kulmang ustimdan deydi. Ana shunaga o'tdi-da, nimaqaga o'tyapti. Va undan keyin nima bo'ladi deydigan bo'lsa, undan keyin endi o'zini anglash, eng yuqori cho'qqisi deyiladi bu narsa. Nima uchun menga keldim degan narsa bo'ladi-da. Mana shu narsa eng yuqori nuqta hisoblanadi. U Maslow e'tiqod jihatdan bizga nima deydi, qo'shni bo'lgan odam emas. U shunchaki inson, psixolog shunchaki chiroyli qilib turib insonni shaxsiyati qanaqa shakllanishini ko'rsatib berganda. Ya'ni nima demoqchiman? Jamiyatlar ham xuddi shunday. Chunki jamiyatlarning orasida shaxslar bo'lganligi uchun qaysidir jamiyat hali ham faqatgina oziq-ovqat dardida yuribdi-da. Ya'ni piramidaning eng pastki bosqichida yuribdi. Qaysidir jamiyat biroz yuqoriladi. Ya'ni o'zimizni hurmat qildiraylik butun bir dunyoda degan narsa. Qaysidir jamiyat
o'sha eng yuqori cho'qqiga chiqib turib, biz nimaga keldik o'zi? Ya'ni nima uchun yashayapmiz? Nimadir qilib ketishimiz kerakmi degan nimani yashayapti-da. Aytmoqchi bo'lganim, ko'ryapsizmi? Ya'ni birinchi o'rinda o'sha shaxsga ta'rif beradigan bo'lsak, boylik bu qaysidir ma'noda tashqi bir boylik, tashqi ko'rinish, ko'rinadigan bir insonning bir mulki bo'lsa, shaxsiyat bu odamni ko'rinmaydigan bir ichki mulki hisoblanadi. Mana shu mulkka qanaqa chiqilinadi desa, xuddi shu piramida orqali chiqilinadi. Va nima uchun qiyin? Chunki ko'rinmaydigan narsani odatda shakllantirish qiyin. Chunki unga kuchli tafakkur kerak va uni yo'qligi hech kim agar u narsani o'zingiz sotib qo'ymasangiz, albatta sotib qo'yiladi, chunki odatda biroz xunuk bo'lsa ham hali gap borki, ya'ni farosat nima deydi? Ko'zi ko'rinmaydi, lekin yo'qligi bilinadi. Yo'qligi bilinib qoladi deydi-ku, ya'ni shunga o'xshagan narsa. O'zi farosat degan narsa o'sha, ya'ni ilm bir narsani oldindan ko'ra olishlik va shunga ko'ra harakat qilish. To'g'ri savolni to'g'ri joyda bera olishlik, to'g'ri joyda harakat qila olishlik, to'g'ri joyda biroz hayo qila olishlik. Mana shunga o'xshagan narsa. O'shanga aytmoqchi bo'lganim, bu yerda qaysi biri muhim deyiladigan bo'lsa, men baribir kombinatsiyani aytgan bo'lardim. O'sha yuqorida aytganim. Ya'ni ikki xil nima borda, qarang, ya'ni tasavvur qiling, mahallangizda ikkita odam bor. Birinchisi mahalladagi uyini devorlarini ko'taradi, ikkinchisi mahallani qadrini ko'taradi. Ya'ni qaysi biri muhim degan narsada. Lekin aslida egalasi ham bo'lsa naqadar yaxshi. Chunki Shayx hazratlarining uyiga borsangiz ham, Shayx hazratlari mahallani ham ko'tarardi, lekin uylari ham bir oddiygina uy emasdi. Chiroyli, go'zal bir haqiqiy bir qadriyatlarga asoslangan, kirilganda eshiklari mehmonxonalar uchun kiriladigan alohida xonalar. Ya'ni shunaqangi, ya'ni bu narsalar uchun albatta pul kerak. Chunki ko'pchilik aytadi, o'sha aytganimizdek, baxtni yoki xotirjamlik pul bilan sotib bo'lmaydi. Yo'q, sotib bo'ladi. Mana masalan aytaylik, siz kasalsiz yoki kimning farzandi kasal. O'sha farzandini tuzatish uchun pul kerak. Bu xotirjamlik. Ya'ni bir nima bor, kulgili narsa bor. $300 nimaga bitta apparatga tushdimi, hech yerim kasallashmadi deydi-ku. Aslida u xotirjamlik. Ya'ni $300 sen nima kasal bo'lmaslik emas, xotirjamlik sotib olding, birodar degan narsa bo'ladi bu yerda. Ya'ni pulsiz baribir bir pul xuddi bir oziq-ovqatdek, xuddi bir kiyim-kechakdek sizga bir qanaqadir o'sha, chunki aytyapman-ku, agar o'sha piramida shunaqangi narsa, u yuqoriga chiqishingiz uchun albatta birinchisi bo'lishlik kerak. Ya'ni kiyimsiz yoki oziq-ovqatsiz siz eng zo'rman deya olmaysiz, chunki bu dunyo sabablar dunyosiga qurilgan va har bitta sababni albatta bosib o'tishimiz kerak. O'shaning uchun yuqoridagi savolingizga qaysi biri muhimroq desa, men chiroyli kombinatsiya va qaysi biri muhimroqdan ham ko'ra balansni qay darajada ushlay olishlik muhimroq degan bir savolni o'zgartirib qo'ygan bo'lardim. Juda ham zo'r. Men o'zimda ham shunaqangi tushuncha bor edi, Orjon aka. Agar siz ilm o'qiyotgan inson bo'lsangiz, ilm yo'lida ketayotgan inson bo'lsangiz, pul dardini hech qachon o'ylamang. Chunki bu O'zbekistondan menga singib qolgan narsa edi. Men shunaqa ko'rib o'rgangan edim. Nima uchun desa, chunki misol uchun dadam o'zlari ham katta olim insonlar yoki atrofdagi insonlar ham ular hozir ham bir yaqinda tijorat masalasi bo'yicha bir hamkorimiz bilan gaplashayotgan paytimizda tijorat orqaga qarab ketishni boshlagandan keyin shartnomani bekor qilishga majbur bo'lyapmiz. Keyin surishtiryapmiz. Nimaga yaxshi odam-ku, juda taqvoli, shaxsiyati juda zo'r odamda. Nimaga deb so'ragan paytimiz bitta odamning zo'r gaplari bo'ldi. U inson ilm oladigan inson. Ilm olyapti va men bir necha marotaba aytdim. Yo ilmni tanlang, yo tijoratni tanlang. Chunki ikkalasini birga olib keta olmaysiz. Juda ham qiyin. Siz hozir ilmga ko'proq e'tibor berayotganligi uchun tijoratingizga e'tiborsizlik bo'layotgan, tijoratingiz sekin cho'kyapti. Bunga ham e'tibor berishingiz kerak. Kombinatsiyani to'g'rilang degan ma'noda aytdim, lekin ogohlantirishim eshitmadilar. Baribir ilm yo'li ko'proq lazzatli bo'ldi shekilli. Shuning uchun tijoratlarida sizlar ham shartnomani bekor qilyapsizlar deb keldik deb aytishyapti-da. Men o'zim shunaqangi tushuncha bo'lib qolgan edi, toki savdogarlar ustozini o'qimagunimgacha. Abdulloh ibn Muborak hayotlari, Abu Hanifani hayotlari, Imom Buxoriyni hayotlarini o'qirgan odam, yo'q, olim inson boy ham bo'lishi mumkin. Ya'ni boylik bu men hozir o'zi ko'rsatuvimizdan ham maqsad kambag'allar sabr qilib turinglar, boy odamlar yomon odam deyish niyatim yo'q. O'zi aslida demoqchi emasmiz. Aslida faqatgina bitta narsa, siz boy bo'lyapsizmi? Boy bo'lishga harakat qilyapsizmi? Shaxsiyatingiz ustida jiddiy shug'ullanib keting. Chunki shaxsiyati ustida ishlanmasa, bu boylik sizga har doim manfaatga zarar olib kelishi mumkin ertaga. Chunki uni to'g'ri tasarruf qilishingiz bor. Insonlar yaxshi qilib, misol uchun Abu Hanifani mazhablari to bizga yetib kelgunicha eng katta sabablardan biri boyliklaridan biri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki pul bergan, shogirdlariga hatto pul berganlar va o'zlari ham boy bo'lgan, hattoki eng katta uylardan biri
Abu Hanifani uylari edi. Noma'li misol nima uchun desa, chunki yordamga ehtiyoj bo'lsa, kelinglar, mani uyimdan kelib yordam so'ranglar. Boshqa yoqqa borib yurmanglar degan maqsadda. Imom Buxoriyni otalaridan ham juda katta meros qolgandi misol uchun. Ulardan qolgan meros ham Imom Buxoriyni bemalol dunyo tashvishidan xoli bo'lgan holatda ilm olishlariga sabab bo'ldi. Hozirgi bo'lgan suhbatimiz o'zi aslida insonlarni boyroq bo'lishga da'vat qilishlik. Ya'ni siz yana ham ko'proq manfaat olmoqchi bo'lsangiz, farzandlaringiz yana ham katta olim qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingiz yana ham kattaroq ishlar qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, albatta boy bo'lish ehtiyojingiz bor. To'g'ri. Lekin muammo nimada deyilayotgan bo'lsa, muammo faqat e'tibor boylikka qarab ketib qolib, shaxsiyatda tushib qolyapti. Mana shu. Balansda anchagina pastga tushib ketib qolyapti. Mana shu. Shu masalaga yechim bera olsak deb xursand bo'lardim deb niyat qilayotgan joyimiz shu edi, inshaalloh. Mana shu narsa. Keyingi savollarimizdan biri, bugungi kunda ko'pchilik pul topishni maqsad, shaxsiy rivojlanish esa ikkinchi o'ringa qo'yib qo'ymayaptimi degan o'zi aslida savol. Mana shu savolga o'zi olib kelayotgandim. Bunga qanaqa yechim bersak bo'ladi? Ya'ni bir inson misol uchun ham boylik to'plab, ham shaxsiyatini ustida ishlashni qanday amalga oshirsa bo'ladi? Bu masala bo'yicha fikrlaringiz men uchun juda ham qiziq. O'sha yuqorida chiroyli tarixiy ulamolarning hayotlari bilan akslangan go'zal misollarni keltirdingiz. Ba'zi nyuanslarni aytib o'tmoqchiman mana shu misollarga tegishli. Chunki hayot o'zgarar ekan, hayotda muvaffaqiyat yoki qaysidir bir yashash tarzining, masalan, ilm olish deylik, bir aniq bir formulasi yo'q-da. Agar formula bo'lganda edi, hamma shunchaki o'sha formulaga asoslanib turib, masalan aytaylik, nimada turasan va faqatgina ilm bilan shug'ullanasan, bo'ldi degan narsa bo'lganda edi, hammasi hal bo'lib ketgan bo'lardi. Afsus, bunday narsa yo'q. Rivojlanishga shaxs jihatdan ham formula yo'q. Davlatlarning rivojlanishi uchun ham formula yo'q. Lekin prinsiplar bor. Ya'ni qaysi prinsiplarni mahkam ushlaydigan bo'lsang, o'sha bo'yicha ketasan degan narsa. Va mana shu jamiyatlarni ko'riladigan bo'lsa, jamiyatlar o'zgarib turadi. Yuqoridagi aytganingizdagi holatdagi jamiyatda u paytlarda odamlarni chalg'ituvchi omillarning soni kamroq bo'lgan. Bunisiga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni hozir mana u paytda masalan qaysidir bir ko'ngilxushlikka borishlik uchun albatta siz nimagadir yurib borishingizga to'g'ri kelganda, ya'ni albatta, ya'ni istalgan paytda masalan shundoq men uskunamni ochsam, bu yerda ko'ngilxushlik degan narsa yo'q bo'lgan. Ya'ni ko'ryapsizmi, u yerda birinchidan chalg'ituvchi, har xil bildirishnomalarning kelishligi yoki kimdir telefon qilishligi, hozir hayot juda ham qiyinlashib ketdi. Qanaqa qiyinlashib ketdi? Bu o'zi aslida osonlik-ku deyishingiz mumkin. Allaqachon oddiygina telefon qilinadi. Yo'q. Qiyinlashganligini sababi jismoniy jihatdan osonlashdi, lekin miyamizga zagruzka kuchaydi. Ya'ni oldin aksi edi. Ya'ni miyamiz maza qilardi, lekin qayergadir borishlik uchun kimgadir bitta xabarni borish kerak bo'lardi. Ya'ni uni jismoniy, mana hozirgi holatni ko'radigan bo'lsangiz, jismoniy jihatdan biz faqat o'tiramiz. Ya'ni ba'zida kanalimga yetib qolaman, iqtisodiy kanalimga, ya'ni shunaqangi rivojlanish cho'qqisiga chiqdiki, odamning kunlik funksiyasi bo'lgan yurish qaysidir jihatdan ma'lum bir vaqt ajratib zalga borib qilinadigan bir ishga aylanib qoldi degan narsada. Qarang, ya'ni rivojlanish shunaqangi daraja bo'ldiki, o'zi u yurish oddiy yurish bo'lish kerak edi. Ya'ni normalniy biz 10,000 qadam yurishimiz kerak edi. Shunaqangiki, mashinada boramiz, o'tiramiz, qaytib kelamiz, endi zalga borishimiz kerak-da. Nima uchun yurish? Ya'ni yurish uchun. Ya'ni nimaga bunday qilinyapti desa, oddiy funksiyasida. Ya'ni o'sha aytmoqchi bo'lganim, hozir mana bizni ko'proq qiynaydigan narsa jismoniy jihatdan emas, balki o'sha aqliy jihatdan qiynaydigan narsa. Har xil notifikationlar keladi, har xil bildirishnomalar keladi, undan telefon keladi, bundan telefon keladi, ijtimoiy tarmoqlardan bosim keladi sizga. Ya'ni mana shu narsa hammasini hisobga olganda, hozirgi eng muhim narsa e'tibor degan narsa bo'lib qoldi-da. O'shaning uchun men haligi do'stingizni agar eshitayotgan bo'lsalar, ilm yo'lidagi do'stingizni qarorini juda ham olqishlagan bo'lardim. Men o'zim bu narsani harakatini qilib ko'rdim. Ya'ni kompaniyada ham ishlab ko'rdim va bir qatorda ilm bilan ham shug'ullanib ko'rdim. Baribir ilm, haligi gap baribir bo'ladi. Ya'ni ilmga sen hamma narsani bermagungacha senga o'sha narsasini bermaydi degan narsa doim o'zini oqlagan narsa-da u. Va ba'zida insonlarning o'zida tabiiy ilmga bo'lgan ishtiyoq bo'ladi, tabiiy biznesga bo'lgan ishtiyoq bo'ladi. Har xil. Masalan aytaylik, menda masalan bizneslarni rivojlantirishdan ko'ra ularning rivojlanish tendensiyalarini o'rganishga bo'lgan qiziqish ko'proq va shu narsani boshqalarga aytib berish nima ko'proq zavqliroq. Va ko'p aytaman ko'pchilikka, o'zingiz haqingizda bilmoqchimisiz? O'zingizni
nima deydi, qanaqa hayotni yaxshi ko'rishlikni bilmoqchimisiz? Mashina haydayotganingizda e'tibor bering. Agar siz eng oxirgi, ya'ni birinchi liniyaga o'tib olib, tez ketishni xohlasangiz, demak ko'p ehtimol bilan sizdan biznesmen chiqadi. Agar siz ikkinchi liniyaga o'tib olib, xotirjam, nimaga xotirjam? Chunki ikkinchi liniyadagilar orqangizdan kelib signal cholmaydi. Agar birinchi liniyada o'tib ketyapti tursangiz, qanaqadir bir podkast yoki ma'ruza eshitib ketyaptirgan bo'lsangiz, doim bitta xayolingiz nimada bo'ladi? Kimdir signal cholmayaptimi, kimdir o'tib ketmayaptimi degan. Ikkida bo'lsa mazax ketasiz. Haligi xotirjamlik degan narsa bo'ladi sizda. Masalan, menda shunaqa narsa bor-da. Men 2 ga tushib olaman, bo'ldi, sekin ketilaveradi. Hayotim ham qaysidir ma'noda xuddi shu filosofiyani ustiga qurilganda. O'shaning uchun masalan akamlar aytadi, ya'ni nima uchun biznes yo'lini tanlamaysan? Ya'ni o'zing biznes professorisan, nima uchun biznes qilmaysan? Yo'q, men ya'ni o'sha ko'p pul bunaqa topgandan ko'ra, chunki kimdir mana shu uchun yaratilgan. Men buni yomon demoqchi emasman. Ya'ni ular uni qiladi. O'zimdan ko'proq shogird, o'zimdan ko'proq bir kitoblar tashlab ketishni xohlayman. Ya'ni men narsa ishlab chiqarmoqchi emasman. Men narsa ishlab chiqaradiganlarni ishlab chiqaraman deyman. Ya'ni odamlarni ishlab chiqaraman degan narsani o'ziga bir g'oya sifatida qo'yib olgan. O'shanga bu yerda yuqorida aytganimiz, ya'ni bu nyuanslari deganim, jamiyat o'zgardi. Demak, bu orada biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, hozirgi zamonda fokusda bir narsaga e'tibor qaratmasak yutqazamiz. Va shunaqangi holatga keldi hozir bu narsa. Qiziqarli tomoni. Masalan, sohalar emasda, aytaylik, ilm yo'lida ketaman yoki biznes yo'lida ketaman, bo'ldi, shu bilan shug'ullanaman. Agar shu desangiz ham yutqazasiz. Sohalar emas, sohalar ichidagi nishlar, eng kichik nimalar. Masalan, ertaga nima haqidadir gap ketsa, men o'zim shu narsani nima qilaman, ya'ni yaqinda mana Jahon savdo tashkiloti haqida Yangi O'zbekiston universitetida nima bo'libdi? Nima deydi? Qanaqadir bir road map deydi, ya'ni yo'l xaritasi bo'yicha bir yig'ilish bo'lgan. Men o'zimdan xafa bo'ldim o'shanda. Ya'ni nima uchun men shu paytgacha o'zi soham zotan xalqaro savdo bo'lib turib, ularda emas, o'zimdan xafa bo'ldim. Ya'ni soha bo'lib turib, shunaqangi bir kunuzlarda nimalarda yoritib bormadimki, kanalda zotan yoritib boraman, lekin kunuzlarda shu masalada eng zo'ri bo'lib chiqmadimki, meni taklif qilishmadi degan narsada. Ya'ni men nafaqat iqtisodchi, balki iqtisodiyotni xalqaro savdoni Markaziy Osiyo va Koreya bo'yicha. Ko'ryapsizmi? Ya'ni tezda bo'lib olishingiz kerak, chunki Xitoyshunoslar bor, Amerikashunoslar bor, Koreyashunoslar bor. Ya'ni sohani o'zi tanlash ham bo'lmayapti-da. Ya'ni sohani ichidagi yana ham ichiga kiradigan sohalarda. O'shanga hozirgi nimada o'sha yuqoridagi gapingizga qo'shimcha holat, u zotlar o'tgan paytdagi zamon boshqa bo'lgan. Qaysidir ma'noda investitsiya qilib, halol ishlab, karvonga nimalarni qo'yilganda chiroyli savdo bo'lgan, ba'zida kuzatib turish bo'lgan. Hozirgi holatda raqobat shunaqangi kuchayib ketdi. Hozirgi holatda butun bir jamiyatdagi odamlarning o'zlarini tutishlari yoki kelayotgan ma'lumotlarning juda ham ko'pligi odamni bitta sohaga yo'naltirishga majbur qiladi. O'shaning uchun hozir bizda qomusiy olimlar chiqmaydi. Oldin edi u. Geografiya, fizika, bilasizmi? Matematika hammasi ketadi. Hozir unaqa bo'lmaydi endi. Bo'la olmaydi ham. Bir paytda o'zi 3 4 fan bo'yicha. Ha, shundoq. Ya'ni zo'r edi. Hozir bunaqa bo'la olmaydi. Hozir bittasini eng zo'ri bo'ladi. Shunaqa. Shu narsaga asoslanish. Juda ham zo'r. Men o'zim oxirgi paytlarda bir tahlil qilib e'tibor berayotgan bir narsam bor edi. Instagramda obunachilarga ko'proq narsa yetkazay, manfaatli bo'lsin, ham ilmim tarqatay, ilm olishini o'zi eng zo'r yo'li ilm o'rgatishlik. Bir ilm o'rgatishlik uchun bir maskan bo'lsin degan maqsadda Instagramga ko'p oxirgi paytda sho'ng'ib ketdim. Hozir Instagram o'chirdim. Va dunyoda eng baxtli odamlardan biriman. Instagram o'chirganligim uchun eng baxtli odamlardan biriman, ishoning. Nima uchun deyiladigan bo'lsa, oxirgi qilgan tahlillarimda bir narsani tushunib yetdim, Mavjudniki. Instagramni ichida yashab, muvaffaqiyatli yoki bo'lmasa ijtimoiy tarmoqlarda bloger bo'lib yoki o'zini muvaffaqiyatli deb ko'rsatayotgan odamlarni hayotidagi muvaffaqiyatga qaraganda ijtimoiy tarmoqlarda yo'q bo'lib fokusini bitta ishga qaratgan odamlar muvaffaqiyat kattaroq. Buni bitta misolni aytishim mumkin. Misol uchun ijtimoiy tarmoqlar men o'zim izlab ko'rdim. Dubayda nima bor? Palma Towers bor. Misol uchun Palmani uyida katta-katta villalar bor. Har bittasi o'rtalama 50 milliondan oshiq turadigan. O'sha Palmada yashaydigan milliarder odamlarni bittasini faqatgina ijtimoiy tarmoqda profili bor. Ham Ivan Gadzi.
U ham kurs sotish uchun o'zini boy qilib ko'rsatish kerak. O'zini manimcha sotib ham olmagan bo'lsa kerak, bilmadim. O'zini boy qilib ko'rsatish kerak. Odamlarni ishontirib, menga o'xshab baxtli, menga o'xshab boy yashamoqchi bo'lsanglar, mani kursim moyilli deyish kerak. Boshqa hech kimni bir izlanib ko'rsam, hech kim ijtimoiy tarmoqda profili yo'q. Mani shu ajablantirdi. Yoki bo'lmasa boshqa joylardan ham izlab ko'rdim. Bu faqatgina menda muammo bo'layotgan bo'lsa, ChatGPTdan izladim, boshqa bo'ldi. Menga dunyodagi top eng katta milliarderni alohida ijtimoiy tarmoqni ko'rsatib bergan desam, yo'q. Nima uchun desa, chunki e'tibor ishga qaratilgan. E'tibor chalg'itadigan narsalardan voz kechilgan. Bu juda zo'r narsa ekan. Menga ham shu narsa nima va hozir so'ramoqchi bo'lgan narsam ham shu. Insonlarni hozirgi paytidagi talablari kattalashgan. Misol uchun turmush qurmoqchi bo'lgan qizlarda yoki bo'lmasa qizlarning ota-onasida ham sovchilikka borayotgan bolalarga nisbatan mashinasi bormi, yaxshi uyi bormi, yaxshi ishi bormi, yaxshi topadimi, hech kim so'ramayapti. Qadriyatlimi, taqvolimi, misol uchun yoki bo'lmasa juda ham ko'p. odoblimi, munosabat odamlarga nisbatan munosabat qanaqa demayapti. Bir kulgili gap borku, kambag'al bo'lib qolsa boy bo'lib qolar deyilmaydi, lekin boy bo'lsa insof kirib qolar deyiladi. Ajoyib. Insof kirib qolar deb aytiladi. Shunga o'xshagan tushuncha bo'lyapti. Bu odamlarda shakllanib qolgan narsa va hozirgi odamlarni shaxsiyati ustida ishlashdan ko'ra boylikni ustida ishlashlikka targ'ib ham o'zi bilan chalg'ituvchi omillar bo'lib qolayotganligi, Instagram yoki boshqa tarmoqlar bo'lib qolayotganligi. Agar bir inson o'zini shaxsini ustida ishlashlik kerak bo'ladigan bo'lsa, sizning fikringizni qiziq aytdim. Ijtimoiy tarmoqlardan butunlay voz kechish kerakmi? Ajoyib. Maqsad shu edi o'zi, savolim olib kelayotgan joyim shu edi. Zo'r olib keldingiz va bog'lab berdingiz qaysidir ma'noda. Savollaringiz o'z javobi bilan kelyapti. Xo'sh, birinchisi, mana bu ijtimoiy tarmoqlarda mana qanaqadir o'zimni baxtli his qilyapman deyapsiz-ku hozir mana. Nima bo'ladi desa, o'zi biz baribir robot emasmiz, ijtimoiylashgan insonmiz. Qaralsa, rivojlangan davlatlar bilan rivojlanayotgan yoki qaloq davlatlarni ko'rsa, odatda rivojlangan davlatlarda o'ziga suitsid qilish, o'zini osish, mana shunga o'xshagan o'limlar soni ko'proq bo'lar ekanda statistik jihatdan. Nimaga deyiladigan bo'lsa, bu o'sha qiyosiy taqqoslash. Ya'ni kambag'al odam, masalan, ikkalamiz kambag'al bo'lsak, bir-birimizga taqqoslamaymiz-da. Ya'ni sening ham noning yo'q, mening ham nonim yo'q deymiz-da. Ya'ni bu insonni qaysidir ma'noda baxtli qiladi. Haligi nisbiy olib qaraganda, absolyut to'g'ri emas, nisbiy olib qaraganda. Maqsad bir. Narigilar ko'radigan bo'lsak, o'ta boylar, o'ta kambag'allar, ya'ni ijtimoiy sinflashuv juda ham kuchayib ketgan. Yaqinda birga o'qigan kursdoshi bir juda ham bir katta mashinalarda, yaxshi nimalarda yuribdi, ya'ni taqqoslash kuchli bo'ladi. O'zini qaysidir jihatdan, ayniqsa o'sha 40 yoshlarga yetganda, bilasiz, o'rta yosh krizisi degan narsa bor. O'rta yoshganda odamda qaraydi, ortga qaraydi, oldga qaraydi. Orti anchagina yashab qo'ygan, lekin hech narsaga erishmagan, oldiga qaraydi, hech qanaqangi umid yo'q. O'sha paytda biroz krizis paydo bo'lib qoladi odamda. Mana shu joylarda suitsid ko'proq bo'lar ekan, ya'ni odamlarni o'zini o'zi o'ldirish holati. Nimaga deyilsa, o'sha taqqoslash. Mana shu taqqoslashni hozir Instagram deraza sifatida bizni jamiyatga ochib berdi. Ya'ni oldin qishloqlarda yashaydigan odam hech qachon Toshkentdagi qaysidir odamga yoki viloyatning qaysidir markazidagi bir boy odamga o'zini taqqoslamasdi. Hozir taqqoslashga bir uskuna bor. Hozir ayol kishi ochganda ayolimga degan qaysidir insonni mashina sovg'a qilayotgan holatlari bor. Ya'ni bu narsalarni ko'rganda albatta taqqoslash bo'ladi. Bu tabiiy demoqchiman va tabiiy va insonlarni baxtsizroq qiladi. Bu narsa mana men hozir aytganim bilan hattoki tadqiqotlar natijasida isbotlab qo'yilgan narsa. Endi bu narsani ham bir vosita sifatida qarasak bo'ladi, xohlasa. Ya'ni aynan shu voz kechishning o'zi bilangina sizning shaxsiyatingiz shakllanib qolmaydi demoqchiman-da. Bu bir vosita bo'lishi mumkin. Yordamchi narsa. Ya'ni yordamchi bo'lishi mumkin. Yoki go'yoki u sizni o'sha, chunki shaxsiyat nima deyiladigan bo'lsa, o'sha ko'rinmaydigan narsalarni o'zingizga yig'a olishlik. Bu narsa nima bilan bo'ladi deydigan bo'lsa, afsuski o'sha haligi narsa ko'rinmaydigan narsalar bilan bo'ladi. Ya'ni u biror narsani yeyish bilan bo'lmaydi, qanaqadir dori ichish bilan bo'lmaydi, ukol olish bilan bo'lmaydi. U ko'rinmaydigan ilmlarni olish bilan, suhbatlar bilan, qaysidir ma'noda kitob o'qish bilan bo'ladi-da. U kitobdagi, ya'ni bu material, u hech narsa emas. Ichidagi asosiy narsa ruhiyat. O'sha narsani olishlar bilan bo'ladi. Ya'ni mana shu narsani qanaqa qilaman desa, chalg'imaslik bilan.
Ya'ni men hozir bog'layapman-da, chalg'imasligini qanday qilaman desa, ijtimoiy tarmoqlardan chiqib turish orqali. Xohlasangiz butunlay chiqib keting. Xohlasangiz vaqtincha chiqib keting. Ya'ni bilasizmi, ba'zilar o'sha detokslar qiladi. Ya'ni ba'zilar Hamidzoda akani bir chiroyli gaplari bor. Ya'ni inson ba'zida ijtimoiy tarmoqlardan ro'za tutib turish kerak deganlarni aytadilar-da. Ya'ni go'zal holat aytadi. Ya'ni tanamiz go'yoki bir ovqat yeyverib charchaganidek, ijtimoiy holatda miyamiz har doim informatsiyalarni olish orqali charchaydi. Biroz dam berish kerak degan narsa aytadi-da. Ya'ni o'sha chalg'imaslik ma'noda. Haligi narsaga qaytamiz yana. E'tibor. Chunki hozirgi dunyoda bilasiz, nima uchun masalan Mark Zuckerberg yoki Steve Jobs faqatgina bitta kiyimda yuradi. O'shani e'tiborni chalg'imaslik uchun. Bitta ochadi bir xil kiyim. O'shani kiyadi ketdi. Ya'ni u do'stimiz ham shu ishni boshlabdi shekilli. Oxirgi paytda aytasiz. bitta ko'rsatuvda faqat bir xil kiyim ko'ryapman-da. Temurat ham. Hayolimga keladi. Meni ham hayolimga keldi. Bir kostyum. Menimcha shu bir xil kiyimdan bir 5 ta olib qo'ygan. bir kamida 5-6 olib qo'ygan, almashtirib kiyyapti deb o'ylayman. Bizani mana hozir men business advisorman, Humble BAI degan kompaniyada Jonbek Alixon degan asoschim xuddi shunaqa. Bir xil kiyim kiyib yuradi. Ya'ni vaqt yo'q boshqa narsaga. Uni umuman bu narsaga haligi vaqt yo'q. Ya'ni o'sha e'tiborni shunaqangi nima qilganki, chunki mana o'sha yaqinda o'sha zo'r case bo'lar ekan, bu narsani yozgandim. Menimcha boshqalarga ham tushunarli bo'lsa kerak. Nima bo'ldi? Jonbek o'sha o'zi Koreyada u kompaniyani asos solgan, bu yoqqa kelgan, bu yerda hozir Toshkentda ham bor, Namanganda ham ofisi bor. Men bu yerda business advisorman. Jonbek bilan biz o'sha Inhada Koreyada 5 yil o'qib, birga yashab, oilamizda ham oralarida bir aloqalar bor. Ayolim aytdi, nimaga shu kitob beraveraylik farzandlariga, endi Ovsin deyishadi, Ovsinni farzandlariga beraveraylik. Va boshqa mahallada ham o'zbek nimalar bor. Bittasiga buni bersin, bittasiga buni bersin, bittasiga buni bersin degan ma'noda bir 5-6 ta o'sha Koreyada yo'q bo'lgan o'zbekcha bolalarni kitoblardan berib yuborishga qildida. Men aytdim, yo'q, unaqa bittasini unga degan narsani qilmaymiz. Sababi Jonbek CEO, boshliq odam. Boshliq odamga bunaqa topshiriq berish kibr ma'nosida emas, uni chalg'itadi. Siz shunchaki berib yuboring va ayolga aytib qo'ying, ayol o'zi bo'lib olsin. Ya'ni ana narsada masalan ba'zida shoshib turib tirnog'imizni olishimiz kerak bo'ladi, olmaymizda. Ertaga olamiz deymanda, olgandan keyin yengil his qilamizda. Bu yerdagi og'irlik tirnoqning og'irligi emasda. O'sha miyadagi tirnoqni olishim kerak degan g'amning og'irligi. Yoki mashina yurganimizda maza yengil yurgan. U mashinadagi biroz g'uborning ketganidan yengillik emas u. Xayaldagi yengillikda. Ya'ni odamdagi mana shu yengillikni his qilishlik uchun imkon boricha kamroq kichkina narsaga bo'lish. Aytish mumkin. Bu oddiygina kichkina narsa-yu. Oddiygina bir Telegram kanallar baribir o'qimayman-ku. Yo'q, u fokusni oladi. Hozirgi nimada. Va mana shu falsafadan kelib chiqsak, sizni g'oyangiz to'g'ri. Ya'ni masalan mana 1 yilchami Temurbek ham detoks qildi, ijtimoiy tarmoqdan o'sha paytda mana o'zini jismoniy holatda ishladi. Kitob o'qidi, mutolaani nimalarni sezildi. Juda, ya'ni ko'ryapsizmi? Ya'ni borib o'sha narsadan bir maza qilib qaytib kelyapti-da. Endi buning uchun nima qilish kerak desam, o'sha aytganingizdek har xil nimalar bor. Men masalan balans yo'lini tanlayman. Men o'zimning telefonimda mana hozir Amazonda buni yana ham kuchaytirganman. Kechqurun 7 dan 19:00 dan ertalab 9 gacha telefonim avtomatik bloklanadi. Shunaqangi dastur bor. U dasturni har xil nima qilish mumkin. Masalan, sanasini qo'yib qo'yasiz, aytaylik, 1 aprelda ochilsin. Yana qaysi joylarni to'g'rilab yana qilib qo'ysangiz bo'ladi. 1 aprelda ochilsin deganim mana shu 7 dan 9 gacha bo'lgan qoidalar yoki Instagramni faqat kuniga 30 minut ishlataman degan qoidalar o'zgarmaydi. 30 minut ishlatdingiz, nima qilsangiz ham ochilmaydi u narsa. Yana bloklab qo'yaveradi. Har xil nimalar bor. Yoki masalan QR kod bor, ya'ni o'sha QR kodni borib ochmaganingizcha, endi u uydagilarning telefoniga berib qo'yganman, ochmaganingizda ochilmaydi. Ya'ni ko'ryapsizmi? Bu qaysidir ma'noda balansliroq biroz usul bo'ladi. Ya'ni kimdir o'ylash, nima qilishligi mumkin. Ya'ni bu men aynan biznesim bilan bog'liq desa, aynan o'zingiz uchun ajratiladigan vaqtlarga telefoningizni bloklab qo'ying. Ya'ni bu bitta usul. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hozirgi zamonda shaxsiy rivojlantirishlik uchun ijtimoiy tarmoqlardan kechish kerakmi? Bu o'zingizga bog'liq. Kechib turish usuli bor, balans usuli bor, butunlay kechish usuli bor. Bu endi sizga bog'liq. Chunki shaxsiy, ya'ni Instagramlarda yurib turib ham kuchli insonlarni bilamiz.
U iroda masalasi Endi bu yoq iroda masalasi. iroda masalasi Aynen. ekanda. Bu yoq Chunki iroda. men o'zim ham shogirdlarim juda ko'pchilik so'raydi. Ichida biznesmenlar bor, boshqalar bor. Ko'pchilik so'raydi, Abdulaziz aka, ham ijtimoiy tarmoqda, ham hayotda muvaffaqiyatli qilishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Bizga yo'l ko'rsating deyishadi. Ikkita uchta usullarni aytdim. Haligi papkalarni Instagram eng ichkari papka qo'yib qo'ying. Ha, Bir ha. 10 ta 15 ta papkadan keyin siz kirishingiz kerak bo'lsa, o'sha naqs o'shanga Mana shuni yoqmaydida. to'ppa-to'g'ri. Bitta usul dedim. Yoki bo'lmasa ijtimoiy tarmoqda misol uchun telefoningizni olib tashlang-da, telefoningizni sotib yuboring-da, legoshka telefon olib oling. O'sha telefon bilan yuring-da, ijtimoiy tarmoqqa kirmoqchimisiz? Uyda planshetingizda bo'lsa, planshet olib ketmang ishxonaga. Uyga bitta borgan usul. paytingizda dam olib bo'ldi, bugun ishdan charchab keldim, endi bir narsa ko'rishim mumkin desa, o'shani qiling deb tavsiya qiluvdim. Qiynalashtirib qo'yish usullaridan biri. Shunaqa, Balki qiynalishtir. yana nima ham bor. Aytganingizdek mana bu juda katta farq qiladi telefonni birinchi sahifasida turgani bilan va qaysi papkalarning ichida turgani Shunaqa. bilan. Va ko'pchilik bilmadim, shunchaki insonlar bilmaydimi bu narsani, bildirishnomani o'chirib qo'ysa bo'ladi. Ha, Ya'ni doim bildirishnoma kelib turadida, bu juda ham chalg'itadi. Ya'ni insonlar o'zlaridagi bo'lgan narsani sizga bildiradi. O'zingizni hayotingizda vaqt qolmaydi. Shunaqa. Ya'ni o'shaning uchun aytganingizdek oddiy layf haklar, lekin mahsuldorlikni juda ham oshiradigan layf haklar. Inshaalloh. Ijtimoiy tarmoqlardan chiqqanimdan keyingi birinchi 3 kunlikda eng go'zal his qilgan narsam aka, shamolni ovozi bilan yuzimga tafti bo'ldi. Yo'q. Shunaqa maza qildim. Shunaqa maza Shunaqasi bor ekan deyapsizmi? Men anchadan beri unaqa maza qilmagan ekanman. Nima Ajoyib. uchun desa, oxirgi paytlar faqat ijtimoiy tarmoqda nima yangi mavzu chiqarsam yaxshiroq ko'riladi, nima mavzu ko'proq chiqarsam yana ham manfaatli, odamga ko'proq manfaat keltiraman deb o'zimni ham esdan chiqarib yuborib, faqat obunachilarga uchun hayot bag'ishlanib qolgan ekan. Undan keyin o'chirdim. Bundoq qarayapman, ranglarni ko'rish boshlayapman. Daraxtlar qimirlar ekan shamol bo'lsa. Qushlarning ovozi Hozir faqat eshitilyapti. telefonga qarab yurardik-da, to'g'rimi? Aynan, telefonga qarab yurardik. Men qushning ovozi, uyimda qushlar ovozi eshitilar ekan uyimda. Men bilmagan ekanman. Keyin bitta joyga bordim, suhbatlashib o'tiribmiz, ijtimoiy qaramayapman, o'chirilgan. Bundoq tursam, shamol bo'lyapti, yuzimga shamolning tafti kelyapti. Va shunaqa lazzat olyapman va shamolning ovozidan lazzat olyapman. Ajoyib. Haligi bir boshqacha tuyg'u ekan. Ajoyib. Unutib qo'yibmiz. Men sun'iy hayotni ichiga kirib ketib qolib, Shunaqa real hayotdan chiqib ketib qolganimni o'sha payt his qildim. manzaralar. Keyin yana bir narsa, Mavjon aka, statistik ma'lumotlarga qaraganda, siz misol uchun kitob o'qib o'tiribsiz. Kitob o'qib o'tirgan paytingizda kitobning ichiga yozuvchi sizni olib kirib olishlik uchun yoziladi, birinchi bo'limlari. Ya'ni maqsad u yerda bir narsani sizga yetkazish emas, sizni kitob ichiga olib kirib olishlik. Hamma narsani sizni ruhiyatingizdan kelib chiqqan holatda kitob ichiga ruhiyatiga moslashtirishga qaratiladi. Lekin bu narsa kitobning o'rtalarida bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki kitobni boshida sizni olib kirib olishdi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, siz kitob o'qiyotgan paytingizda, deylik 50 betga kelib turgan paytingizda Instagramdan yoki kimdir sizni chaqirib qolib yoki bo'lmasa bir narsaga chalg'idingiz, fikringiz ketdi. Bu esdan chiqdi. Endi shu fikrni shundoq ko'rib bo'lganingizdan keyin uni ko'p qo'yib, endi fikr beraman desangiz, kitob ichiga kirib kelishingizni o'ziga 24 daqiqa vaqt ketar ekan. 24 daqiqa. Wow. Siz kitobni boshidan o'qisangiz, bu hatto 24 daqiqada boshqadan o'qiganingiz afzalroqda. Ya'ni kirolmas ekansiz va ko'pchilik buni 24 daqiqaga sabr yetmasdan turib, kirib olishni o'zi 24 daqiqaga sabr yetmasdan kitob o'zi tashlab qo'yishar ekan. Shuning uchun ham aytayotgandim, agar siz ilm yo'lida haqiqiy ma'noda o'z ustida ishlamoqchi bo'lar ekansiz, ijtimoiy tarmoqqa biroz qattiqqo'llik qilmasa bo'lmas ekan. Ayniqsa boshlang'ich davrda. Bu yoshlarga ko'proq tavsiya. Nima uchun desa, chunki o'qiydigan payti, o'rganadigan payti. Keyin hozir yaqinda bir hunari bor odamlar bilan gaplashsam, ular aytyapti, Abdulaziz, hozirgi yoshlarni o'qitolmaymiz deyapti. Oldinlari biz 1 yil bo'lsa ham ustozimiz oldidan ketmasdan nima desa, haligi polni yuv desa, polni yuvib ishlardik, ish o'rganardik, boshqa qilardik, diqqatimizni berardik fokusni. Hozirgi bola bir oy ham fokus bera olmayapti debdi. Bu narsa sekin-sekin ketayotganligi muhim narsa. Ertaga kasblar borasida mutaxassislar yo'qolishini sababchi bo'lmaydimi? Shuni so'ramoqchi edim. Misol uchun hozir ijtimoiy tarmoqlardan ketyapti. O'zi mavzuyimiz shaxsiyat ustida qurilayotganligi uchun bu narsani beryapman. Moddiyatga hozir yana qaytamiz, Xudo xolasa. Bir inson shaxsiyat bo'lishligi uchun uni kitob o'qishlikka, uni ustoz ko'rishlikka, ustoz bilan tizzasiga tegib o'qishlikka va eng asosiysi bir muncha vaqt mutaxassis bo'lishligi uchun vaqt ketadi. Misol uchun oddiy siz mashina ustasi bo'laman desangiz, kamida 3 yil ustozlik qo'lida ishlashingiz kerak. Yoki sartarosh bo'laman desangiz, kamida 1 yil ishlashingiz kerak ustozlik qo'lida, ustozni oq duosini olish uchun, ya'ni oq fotiha berib sizni jo'natib yuborishlari uchun. Hozirgi bolalardagi ijtimoiy tarmoq sizga 1 daqiqalik, 30 sekundlik, 20 sekundlik video ko'rsatib sayin siz hayotda shu qadar tez narsani xohlayapsizki, ko'p insonlar harakat kam,
lekin natijani tez kutilyapti. Natija unaqangi bo'lmaydi va bu shaxsiyatni qurishlikda juda ham katta jarlik olib kelyapti insonlarga. Mana shunga qanaqa yechim topsa bo'ladi? Shu masala bo'yicha so'ramoqchi edim, chunki shaxsiyat bir hunar o'rganmas ekan, shaxsiyat bir kitob o'qimas ekan, shaxsiyat bir ilm uchun hozir ko'rsatuvimiz boshida aytganingizdek, ilm shunday narsaki, siz o'zingizdagi hamma narsani unga bermaguningizgacha ilm o'zidan sizga hech narsani bermaydi. Siz shaxsiyatga ilm bilan erishadigan bo'lsangiz va bu narsa uchun hamma narsani fido qilishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa va odamlar hamma narsasini fido qilolmaydigan bir davr kelib qolgan bo'lsak, shaxsiyatlarni qanday quramiz unda? Ajoyib. Ajoyib savol. Ikkita haligi kengroq narsa haqida gaplashishimiz kerak deb o'ylayman. Birinchisi, ilm olishdagi usullarning evolyutsiyasi. Ya'ni oldinlari bo'lardi, masalan, bilsangiz birinchi kitob bosma shaklda chiqarilganda juda ko'pchilik aytgan, bo'ldi endi hifz ko'tarilib ketdi, odamlar yodlamay qo'yadi. Chunki hamma narsa kitobda bor, o'shani ochib yuraveradi degan ma'noda aytilgandi. Va keyingi avlodlar shunaqangi davrga keldi, yo'q, bu kitob asosiy ilm manbai. Oldin aytadi hifz, ustoz to'g'ridan-to'g'ri yodlash orqali ilm qilinadi degan narsa aytilardi. Va undan keyin mana telefonlar keldi yoki bir nimalar, qaysidir bir kompyuterlar keldi. Endi kitoblarga ham ehtiyoj biroz pasaydi. Yana aytishdi, bo'ldi endi odamlar shunga o'tirib qoladi va kitoblarga bo'lgan muhabbat, ilmga bo'lgan muhabbat tushib ketadi, ilm ko'tariladi degan narsa. Va hozir mana shunaqangi davrga keldi, ijtimoiy tarmoqlar nimaga keldik. Oldin anaqaga AI davriga keldik. Oldin o'qish bilan muammo bo'lsa, endi yozish bilan muammo boshlanadi, bilasiz. Ya'ni oldin o'qish bilan muammo bo'lardi. Mana kitoblar bilan degan narsa. Endi yozish bilan ham muammolar bo'ladi. Ya'ni chunki endi biz yozmaymiz. Endi yozish bu bizning ishimiz emas bu. Men 2-3 yildan keyin aniq qilib aytaman, kuchli yozish bilan hech kim faxrlana olmaydi. Nima bilan faxrlanamiz? G'oya berish bilan. Biz g'oya beramiz, o'sha g'oyani AI chiroyli yozib beradi. Mana baribir g'oya bo'ladi bu yerda. G'oya bo'lishiga uchun shaxsiyat bo'ladi, shaxsiyat bo'lishi ilm bo'lishi kerak bo'ladi-da. Ya'ni mana hozir maytda video olyapmiz, mana har xil mana chiroqlar qilib mutaxassislar bu narsani qilishganda. Yaqinda o'sha bir nima bilan gaplashib qoldim. Video oladigan yigit bilan aytayaptiki, shunaqa hozir mana har xil video avtomatik o'zi AI video qilib beryapti. Sizlarning ishlaringiz qaysi ma'noda yo'qotib qo'yadimi desa, aytayaptiki, to'g'ri yo'qotib qo'yishi mumkin, lekin eng kuchlilar qoladi. Nimaga? Chunki siz bitta video qilasiz, u siz uchun zo'r ko'rinadi. Lekin aslida undan unchalik zo'r emas. Biz AI bilan gaplashsak, bizniki boshqacha chiqadi. Nimaga? Chunki biz bilamiz. Biz aytamiz masalan, siz aytasiz, mana bunday video qilib ber deysiz. Biz aytamiz, mana bunday video qilib ber. Kamera Canon bir narsa oldindan olingan bo'lsa, chunki turlari har xil uni. Nimani 90-yillarni vibe'ini bergan. Soya biroz bu yoqdan tushsin, ya'ni o'sha burchaklarni nimalarni aytadi, endi u boshqacha chiqadi. Ko'ryapsizmi? Ya'ni AI davrini o'zida ham eng zo'rlari omon qolyapti oddiylarga nisbatan. Biz shunchaki o'rtacha bo'lib qolamiz xolos. Yoki shunchaki bittagina prompting orqali biz 90-yilda kimdir olgan bir professional tomonidan olingan videochidan yaxshi olishligimiz mumkin. Lekin baribir biz haqiqiy mana shu sohaning egasiga, mana shu sohani o'zini egasi emas, mana shu soha plus AI ni integratsiya qilgan odamga yeta olmaymiz. Bu bilan nima demoqchiman? Har bitta ilm kelyapti turgan ekan, yoshlarimizda xuddi aytilganidek, farzandlaringizga tarbiya berishda o'zlarini zamonlari bilan hamnafas holatda tarbiya bering deyilganidek, kim aytayotganini bilib turibsiz. O'sha narsa bilingandek biz zamonni farqlab olishimiz kerak. Men bu birinchi pointim. Ya'ni usullar o'zgaradi degan narsamda. Ya'ni usullardagi prinsiplar o'zgarmasligi mumkin. Masalan, ustozni hurmat qilish yoki baribir ilm kitobdan olinadi, ustozdan olinadi degan narsalarni bir prinsip sifatida ushlab turish. Lekin usullar o'zgaradi. Masalan, aytaylik, hozir ba'zi bir ilmlarni men onlayn orqali olyapman. Yoki lekin o'sha ustozga ixlos yoki hurmatim bo'lsa ola olmayman. Masalan, ya'ni o'sha prinsiplar turaveradi. Usullar lekin o'zgaradi. Aytmoqchi bo'lgan narsam, hozir ba'zi bir yoshlar haqida o'sha nima deydi, ilm egalari bo'ladimi yoki bir kasb egalari, hunar egalari bo'ladimi, bunday qila olmayapmiz, mana bunday qila olmayapmiz degan paytda, yo'q, bu yerda biz biroz usulni o'zgartirishimiz kerak degan bir argumentni o'rtaga tashlagan bo'lardim-da. Bu qaysidir o'rinda birinchi umumiy nima? Ya'ni biz
usullar o'zgarayotganini anglashimiz kerak. Biz o'zimizning nimamizda, zamonamizda olgan usulimizni hozir yoshlarimizga tatbiq qila olmaymiz. Ularda boshqacha dunyoqarash bor. Bu nima degani? Bu butun bir universitetlarga, butun bir ta'lim sohalariga ham signalki, usullarning moslashtiringlar degan signalda. Oddiy holatdan bo'lavermaydi. Masalan, men shaxsan o'zim qilaman. Ya'ni aytaylik, dars o'tayotganda men hech qachon bizni davrda o'tilgan, ya'ni ustozlarimiz qanaqa bo'lardi? Chunki u paytda ijtimoiy tarmoq anaqalar bo'lmasdi. Olib kelardi, ma'ruza o'qib berardilar, biz uni yozardik. Bo'ldi. Hozir agar tasavvur qiling, yigitlar reelslarda, nimalardan chiqyapti-da, degilyapti bir matnlar turibdi-da. U uchun zerikarli u. Ya'ni bu yoqda ko'ryapti, o'zi tengqur bitta odam CapCutdan dahshat qilib yasagan. Mana shu yasagan standart 90-yillardagi eng kuchli professionallar ham zo'r yasagan reklamalar. Oddiy odamlar yasab qo'yapti. Zo'r narsalardan kiryapti, matn turibdi-da. Bunaqa bo'lmaydi-da. Taqdimotimiz ham shunaqangi bo'lishi kerak, shunaqangi kreativ bo'lishi kerak, jalb qila olishi kerak. Odamlar o'ziga ya'ni nimalarni, talabalarimizni. Ya'ni usulni o'zgartirishimiz kerak. Oddiygina ma'ruza o'qib berishlik endi oddiy usul emas bu. Yoki hozir ilmga bo'lgan talab kuchaygan, oldingidek shunchaki bittama-bitta o'qish usuli qiyin hozir. Ya'ni umumiy holatda ya'ni ko'pchilikka o'ta olish usullarni ham qo'llashimiz kerak-da. Ya'ni ko'ryapsizmi, bu usul bilan bog'liq narsa. Ikkinchisi, yoshlarni endi o'ziga, bu qaysi ma'noda kattalarga bir maslahat, kattalarga signal edi, yoshlarga bir maslahat bergan bo'lardim. Mohiyat bilan shaklni farqiga bo'lib olishimiz kerak. Juda ko'p yoshlarimiz masalan IELTS 5,5 olishlik uchun harakat qilishadi. IELTS 5,5 olishlik uchun masalan aynan ingliz tili o'qitiladigan, chunki nimalar til kurslari ikkiga bo'linadi. Faqatgina IELTSga tayyorlaydiganlar bor. Ingliz tilini umumiy ma'noda o'rgatadiganlar bor. Umumiy ma'noda sizga boshidan sekin o'rgatadi, lekin sekin o'rgatadi. Bunisi 4 oyda deydi, IELTS 5,5 deydi. IELTS 5,5 olib qo'yaman. To'g'ri, u 4 oy 5 IELTS 5,5 olishlik mumkin, lekin gapir deganda o'sha qolipdan chiqib keta olmaydi-da. Chunki u qolip bilan o'rgan, shakl bilan, mohiyatga yetib olmadi-da hali. Sen agar ingliz tilini mohiyatini o'rganganda edi, o'z-o'zidan u 5,5 emas 7 bo'lardi. Mana buni boylikka ham nima qilishingiz mumkin. Ya'ni boylik bu shu 5,5 7,5 ga qarab intilish. Lekin agar shakl emas, mohiyatga yetib olib berganda boylik o'z-o'zidan kelgan bo'lardi. Ya'ni 5,5 bu nima desa bo'ladi, testni tushunish. 7 bu tilni tushunish. Ya'ni u boshqa narsa-da, boshqa daraja. O'shanga aytmoqchi bo'lganim, kattalarga maslahat, usullarni o'zgartirishimiz kerak, yoshlarga moslashtirishimiz kerak. Kichiklarga, yoshlarimizga maslahat, shakl va mohiyatni farqiga borib olishimiz kerak. Qachonki bu narsani farqiga borib olsak, chunki mohiyat hosil bo'lsa, shakl o'z-o'zidan shakllanaveradi. Lekin shaklni shakllantirib qo'yish bilan hech qachon mohiyat bo'lmaydi. Yana o'shalik ko'rinmaydigan narsa degan nima bor-da. Ya'ni ilm olyapmizmi, uni tezkor usullardan foydalanmaylik. Ya'ni chunki hamma narsa tez, ilm ham tez degani emas. Ya'ni ilmning mashaqqati doim sekinligi bilan qolaveradi-da. Uning ilmni olish usullari tezlashadi. Masalan, aytaylik, oldin Buxoriy bir joydan ikkinchi joyga borib kelishlari uchun oylab safar qilardilar. Qaysi joyga borishlik uchun oylab borib safar qilib ilm olinardi. Usul tezlashdi, lekin bizning miyamizdagi proses o'sha. Chunki biz insonmiz. Ya'ni u o'sha. Shuning uchun usullar tezlashgani bilan bizning holatimiz tezlashmaydi. O'shanga ikkinchi maslahatim, ya'ni shakl va mohiyatni farqiga olishimiz kerak. Mohiyatga e'tibor beraylik, shakl o'zi shakllanaveradi. O'zi bu ko'rsatuvimizdan keyingi podkastimizning mavzusi IQni cho'kishi. IQni cho'kishi degan mavzu. Xudo xolasa, bu mavzuda ham alohida xudo xolasa tomoshabinlar uchun zo'r suhbat bo'ladi degan umidim bor. O'sha suhbatni sababini keltirmoqchiman. Aynan shu mavzuga aloqador bo'lganligi uchun aytib ketmoqchi edim. 80 tadan oshiq davlatda tajriba o'tkazildi. 1890-yildan beri tajriba o'tkazilgan ekan IQni darajasi.
IQ darajasi ko'rsatilgan boshqa qilgan va IQ darajasi nimaga ko'ra o'lchanilgan deyiladigan bo'lsa, insonlar misol uchun o'zi foydalanayotgan biron narsa buzilib qoladigan bo'lsa, shuni tuzata olishi va undan yaxshiroq biron narsa o'ylab topa olishi. Shunga ko'ra IQ o'lchangan. Misol uchun oldinlari kamon bilan o'q otishgan bo'lsa, endi o'q otar, alohida avtomatlar paydo bo'ldi. Misol uchun bitta odam oldin traktorda yoki bo'lmasa sal qiyinroq mashinada yurayotgan bo'lsa, endi benzinni kamroq yeydigan, yana ham qulayroq, yengilroq mashinalar ishlab chiqarilyapti, boshqa qilyapti. Demakki, inson rivojlanyaptiki, IQ o'syapti degan mavzuda biz tekshirdik deb aytyapti. Bu amerikalik katta olimmi, IQ bo'yicha katta olimni tahlili. IQ 2010-yildan keyin juda ham katta tushishdi, cho'kyapti deb aytyapti. Ijtimoiy tarmoqlar aynan 2010-da smartfonlar shakllanish boshlagan. Sensorli telefonlar boshlangan davrga to'g'ri kelyapti. 2010-yildan keyin IQ tushyapti deyapti. IQ tushayotganligi bolalar aqlsiz bo'lib ketyapti degan ma'noda emas deb aytyapti. Misol uchun 2010-yildan u yog'ini o'zimiz eslasak, men o'zim uyimda dadam kompyuter olib bergan paytlari, dadam kompyuter buzilib qoladigan bo'lsa, dadamga tuzatib bering deb aytmasdim. O'zim tuzatardim, ichini ochardim, xardini o'zgartirardim, haligi video kartasini yangisiga olib qo'yardim, boshqa qilib, men uni o'zim tuzatib, o'zim yana ham yaxshiroq qila olardim. Bu narsa bo'yicha nima edi? Lekin hozirgi yoshlar deb aytyapti, Amerikadagi olimlar aytyapti. Oddiygina ofisda 2000-yildan keyin tug'ilgan bolalar, oddiygina ofisda ishlayotgan bolalar, agarki nimani printerni kraskasi tugab qoladigan bo'lsa, rangi tugab qoladigan bo'lsa, almashtira olmaydi. Toki bitta servisdan bitta odam kelib, uni almashtirib tuzatib berib, bo'ldi, ishlatsanglar bo'ladi degandan keyin ishlatamiz deb kutib o'tiribdi deyapti-da. Oddiy printer bo'lmasa va yoshlardagi ijtimoiy tarmoqlarga qarab ketishlik shu darajada ketyaptiki, ijtimoiy tarmoqda faqat iste'molchi bo'lib qolyapti hamma. Hech kim uni yanada ko'proq rivojlantiraman, yana ham zo'roq qilaman degan usuldagi bolalar juda ham kamayib ketyapti deyapti va ikkinchi mavzuyimiz aynan shu mavzuda, xudo xolasa. Bu bo'yicha agar vaqtingiz bo'ladigan bo'lsa, siz bilan suhbatlasha olsak, zo'r xursand bo'lgan bo'lardim. Xudo xolasa nasib bo'lsa. Inshaalloh. Bunga fikringiz qanaqa? Hozir misol uchun to'g'ri, ilmga ma'nosida rivojlanish yaxshi, ijtimoiy tarmoqlarda ayniqsa, misol uchun sun'iy intellektdan foydalanib turib, g'oya berib turib qilishlik yaxshi, lekin bu narsa bizni faqatgina bir narsani iste'mol qilishlikka olib kelib, o'zimiz uni ustida ishlashlik, uni qurishlik, uni yana ham yaxshiroq qilishlik uchun harakatga olib kelib qo'ymaydi. Men qo'rqadigan narsam bitta tahlil bo'lgan edi. Bu konspirologik tahlil albatta, lekin o'xshab qolish ehtimoli ham bilmadim, balki bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt agar shu darajada rivojlanadigan bo'lsa, 2035-yilga kelib, yadroviy qurollarning sistemasini ichiga kirib boradigan darajada bo'lsa, butun davlatlar ya'ni bombalarni va atom bombalar va yadroviy bombalarni boshqaruvi sun'iy intellekt o'tib ketganini his qiladigan bo'lsa, butun dunyoda elektr energiyasini o'chirish reja qilingan. Bu bo'yicha NATOni o'zini katta maydonida umuman elektr energiyasi bo'lmagan, faqatgina mexanizmda ishlaydigan, ya'ni elektr energiyasiz ishlaydigan Mustang bo'lgan o'xshagan mashinalar katta joyi qurib qo'ygan va hozirgacha saqlanib turibdi. Nima uchun deyiladigan bo'lsa, elektr butun dunyoda o'chirishga ehtimoli, majburiyatga kelib qolish ehtimolimiz bor, sun'iy intellekt bor ekan. Va nima uchun bu narsa deyiladigan bo'lsa, sun'iy intellekt bombalarni davlatlar o'rtasida xavf tug'dirib, insoniyat yo'q qilish xavfiga tug'dirib qoladigan bo'lsa, butun dunyoda elektr energiyasi o'chiriladigan bo'lsa, insoniyat hamma narsani noldan boshlashi kerak. Va biron narsani qurishlik, biron narsani yaratishlik degan narsa undan chiqib ketib qoladigan bo'lsa, ertaga dunyo bu dabdala bo'lib ketib qoladi-yu. Bu masalaga fikringiz qanaqa deb so'ramoqchi edim. Birinchi masalaga qaytadigan bo'lsak, o'zi ko'p o'ylab yurgan narsamida aynan IQ bilan bog'lanmagan meniki, shunchaki nimalar bo'lyapti degan narsalarni o'ylab yuraman. Dunyo qayerga qarab ketyapti? Nimalar bo'lib ketyapti degan narsalarni. Keyin o'zimcha bir javob topdim bu narsaga. Qanaqa javob topdim desa, balki men adashayotgandirman. Ya'ni men hozirgacha yashagan prinsiplarim bilan kelajakni o'zimcha taxmin qilayotishga harakat qilayotgandirman. Balki hozir endi ilm degan narsa o'zgargandir degan narsa. Menda shu narsa xulosa bo'ldi oxiri. Qanaqa xulosa? Masalan, oldin aytaylik, hisob kitoblar hammasi o'zingiz qilardingiz. Hozir kalkulyator bor. Yozishni o'zimiz yozardik. Hozir mana AI lar yozib beradi. Ya'ni juda ko'p narsani ko'rsangiz, bizga bir yordamchilar ko'payib ketdi-da. O'shanga balki endi ilmli deyilganda hamma narsani o'zi qila olishlik emas. Hamma narsani boshqalarga deganda uskunalar hammasini nazarda tutyapti. Boshqalarga, atrofdagi narsalarga qildira olishlik ilmdir. Ya'ni ilmning nimasi o'zgargandir, nima desa bo'ladi? Formulasi desa bo'ladi, muvaffaqiyatimi? Ya'ni bu o'zgargandir degan narsa. Ya'ni oldin ilm
odam deyilganda hamma narsani u eng zo'ri bo'la olishligi, o'sha masalan qomusiy olimlikdan masalanda va hozir balki o'zgargandir bu narsa. Ya'ni hozir ilmli olam degani hamma narsani o'zi qila olishlik emas. Hamma narsani boshqalarga tez qila oldirishlikda. Chunki masalan agar hamma narsani o'zim qilaman deydigan bo'lsangiz, siz yozishda hech qachon nimaga egaga yeta olmaysiz. Siz hech qachon bir qaysidir bir sohalarda egaga yeta olmaysiz. Rasmlarni o'zingiz qilishligingizda. Ya'ni shunaqangi darajaga kelyapti. Ya'ni bitta sekund bilan hozir mana qo'shiq yaratsa bo'lyapti-da. Yoki she'r yozsa bo'lyapti-da. Ya'ni bu narsalarni hammasi men ularga topshirib qo'yishni aytmoqchi emasman. Hattoki mana yaqinda o'sha Gemini'ga o'zim biroz she'riyatga qiziqqanim uchun ba'zilari 4 likda yozib turaman. 4 lik tashladim, shu davom ettir desam, xuddi shu usulda o'zbek tilida yozib berdi. Lekin ba'zi nimalari bor. Masalan, vaznlar tushmagan biroz, qofiyalar biroz tushmagan. Nimalari zo'r. To'g'risi mana qofiyalarni topib berishlari yaxshi, so'zlarni topib berishi, vaznlar ba'zida chiqib ketib qolgan. Bu narsalarni kim topa oladi desa, kuchli shoirlar topa oladi. Men shoir emasman, shunchaki shi'rchiman. Ya'ni ba'zilar ko'raman xolos. Aytmoqchi bo'lganim, yana haligi videochi yigitning gapida eng kuchlilar o'zini sohasini egiga integratsiya qilsa, nima bo'ladi? O'sha odam muvaffaqiyatli bo'ladi. Ya'ni oldin birinchi Google chiqqanda odamlar biroz nima qilganda, masalan, nimadir yozyapti turganda, referat, bir narsalar yozyapti turganda, o'zida aybdorlik hissini his qilgan. Ya'ni men bizdagi nimalar, oldingi olimlar har bitta tadqiqotni mana shuncha kitoblarni qo'yib olib, bitta-bitta ochib turib, qo'yib shunaqa qilib yozgan. Men ularga yeta olmayapman. Men Googledan shunchaki bitta so'zni izlab turib, olib, uni qo'yib yozyapman degan bo'lganda, lekin hozir ko'rsangiz, Googledan nimadir izlab topish bu oddiy standart. Chunki oddiy vosita sifatida qaralyapti. Hozir mana AIda to'g'risi men Telegram kanallarni nima qilaman men? G'oyani men beraman, unga yozdiraman. Yoki yozib turib, imlo, usul yoki qaysidir narsalarni tekshirib ber deb turib albatta beraman. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, lekin shu yerda o'zimda aybdorlik hissi bo'ladi. Go'yoki men AI bilan birga yozyapman-ku bu degan narsa. Lekin men o'zimni tarbiyalashim kerakki, bilamanki, bu narsalar vaqtinchalik. AI baribir egallaydi. AI biz mana kim bo'lamiz? Biz kuchli musahhih bo'lishimiz kerak hammamiz. AI nimanidir yozib beradi, lekin baribir inson bo'lmaganligi uchun o'sha AI yozib bergan narsani tekshira olishligining o'zi ilm. Chunki masalan bir kitob nashriyoti haqida bir narsa chiqarmasa, tarixiy bir narsa chiqarib bersa yoki men iqtisodiy bo'ladigan bo'lsa, uni to'g'riligini tekshira olishlik bu meni nimam bo'lishlik kerak-da. Ya'ni nima demoqchiman bu bilan? Odamlarda endi holat o'zgardi. Hamma narsani o'zi qilish shart emas. Bu nimani iqtisodiy jihatdan ham ko'rsak bo'ladi. Ana o'zim qishloqdaman, mana hozir qishloqqa borsak nima bo'ladi? Mana holat nima o'zgargan desa, oldin qishloqlarda sigir, o'sha qo'y, shunga o'xshagan narsalar boqilib, o'sha sutidan yoki tovuqlar, tuxumlaridan qaysidir ma'noda o'zlariga iste'mol uchun olishardi-da. Hozir odamlarni ko'rsangiz, hattoki nonni ham o'zi yopmayapti-da. Sabab nima deydigan bo'lsa, sabab agar men bug'doyni borib, chiqarib uni un qilib olib kelib, qilib, o'tin yoqib qiladigan bo'lsam, hamma harakatlarimni ko'radigan bo'lsam, masalan, bitta nonni aytaylik 5000 dan qilyapman. Xarajatlar shunaqaga tushyapti. 3000 dan tushgan taqdirda ham, arzonroq tushgan taqdirda ham men o'sha qilgan harakatning o'rniga boshqa narsa qilsam ko'proq daromad olib kelishim mumkin edi. Xuddi shunaqa. Degan narsa. O'shaning uchun men nima uchun men agar o'zim qila olsam, shunchaki borib turib Novvoydan sotib olmasam bo'lmaydi. Chunki Novvoyning birinchidan u juda ham ko'p qilganligi uchun, aynan shu sohada yurganligi uchun arzon qiladi, shirin qiladi. O'shaning uchun shunchaki undan qilganim yaxshi-yu degan bir g'oya bo'lyapti odamlarda. Sekin-sekin bu narsa rivojlanyapti. Bu narsa Koreyada nimada Turkiyada yashab kelgansiz, Koreyada ham shunaqa rivojlanganlik sari odamlarni aynan o'zinigina sohasini qilib boshqa soha bilan ishi bo'lmaslik holati bo'ladi bu narsa. Hozir aytdingiz mana printerni o'sha siyog'ini almashtira olmaslik nimasi ularning o'ta rivojlanganligi. Ya'ni hamma ishni o'zi qilsin degan, eng zo'ri qilsin degan nima bor-da. Mana yaqinda Instagramda bir yigit bor Amerikada. Nimaga body cam qilib oladi-da, shu nimalar o'zini klientlarning oldiga boradi. Klientning oldiga bordi, klient aytdi, "Mana bu chiroqni almashtirib ber" dedi. "Mana bu chiroqni almashtirib ber" dedi. Men u narsani qila olaman-da o'zim. Hech qachon usta chaqirib unaqa chiroq almashtirish, shuni olib kelaman qilaman. Shuni almashtirib berdi. Mana dedi, hozir nima body kamerasi chiqib turibdi. Shuna pul kelib tushdi, $145 tushgan. Ikkita chiroq. Hali odamlarimiz hazlashi ostida nima aka
haligi chunki chiroq almashtirib narvonga chiqadi endi. Yordamchi kerak. Yordamchi kerak emas. Yelkamni tutib turaman deyapti. Narvon ham kerak emas deyapti. Ya'ni bu nimadan dalolat desa, o'sha ixtisoslashuvning o'tayam yuqori cho'qqisiga chiqqanligidan. Hatto Koreyada ham masalan uydagilar ba'zida o'sha karis talabalarga nimadir shirinlik qilib berib qilsa do'stlarimizga, karis do'stlarimizga kim qildi bunisi shu uydagilar qilsa, yo'q deb ular chunki mana tort bunga o'xshagan narsalarni biz Napoleon qilish bir har qanaqangi qizni bir standart bir yumushida bizda shunaqa bo'lib qolganda bir Napoleon qilish deyarli hamma qila oladida. Ya'ni o'shanaqangi darajada ular ovqat qila olmaydi, shirinlik qila olmaydi. Chunki ularni nimasi asosiy ishi eng bir moslashgan o'zini sohasini zo'ri bo'lishlik. O'shaning uchun nima demoqchiman bu bilan? Iqtisodiy rivojlangan sari odamlardagi nima ixtisoslashuv kuchayib boraveradi. Moslashuv baribir bo'laveradi. Bu hech qachon qaytara olmaymiz. Chunki birinchidan tirik qolishlik uchun hamma eng zo'ri bo'lishi kerak. Qaysi bir sohani eng zo'ri bo'lishliging uchun yuqorida aytganimizdek faqat o'shanga e'tibor berishingiz kerak. Buning uchun boshqa narsa bilan chalg'imasligingiz kerak. Buning uchun sizdan yaxshi narsa nima? Ya'ni haligi aytdingizku bir xil kiyim. Yana bir narsa bor aytgandek. O'zimizda ham shu Imanni nimasi adashmasam Rustamni mashinada yurgan ko'ringmi? Yo'q, mashinasi bor, yana taksida yuradi. Nimaga? Ishga nisbatan fokusi juda ham kuchli. Ishiga nisbatan birinchidan u nima qiladi? Not olib ketadi taksida bemalol. Ikkinchidan borib parkovka qo'yib qo'yadigan narsa bo'lmaydi. U full fokus o'sha narsaga qaratadi. Ko'ryapsizmi? Ya'ni bu yerda e'tiborni chalg'itmaslik uchun faqat o'shanga e'tibor berishlik uchun ixtisoslashuv kerak. Lekin nariga nimangiz u baribir menimcha hali haligi aytadi-yu, qizil qor yog'sa nima bo'ladi deydi-yu. Birinchi qor yog'sa keyin bo'ladi. Shunaqa. Alloh rozi bo'lsin, katta rahmat. Juda ham zo'r suhbat bo'lyapti. Endi moddiy savollar zo'r bo'lyapti. Joningiz sog' bo'lsin. Moddiyatga o'tadigan bo'lsak, Valjon aka, bizda o'zi aslida moddiyatga nisbatan juda ham katta bir narsadek qarash, oddiy bir temirga, ya'ni boshqa davlatlarda bir metallon hisoblangan mashinalarni bir ulug'lab yuborish, ularni juda ham bir katta bolalar minadi faqat yoki boshqalar minadi deb nima qilishday tushunish boshqa narsa. O'zi aslida bizni hali balkim rivojlanish borasida yetib kelmagan bir jihatlarimiz bor, uni rivojlanishga olib kelishi mumkin bo'lgan narsa. Buni tezlashtiradigan narsa albatta moddiyat deb bilaman. Ya'ni moddiy va ma'naviy tomonlama o'sishlik. Bu ikkalasini agar o'stira oladigan bo'lsak, biz yetib olishimiz juda ham tezlashadi inshaalloh. Bizga yoshligimizdan o'rgatilmaganligi uchun biz doim qoqiladigan bir soha bor. Men doim aytaman, men noroziman o'quv sistemamizdan mana shu sohani bizga o'rgatmaganligi uchun. U nima deyiladigan bo'lsa, moliyaviy savodxonlik. Moliyaviy savodxonlik o'rgatilmagani uchun. Nima uchun deyiladigan bo'lsa, chunki moliyaviy savodxonlikni bilmaganligimiz uchun haligacha qoqilib yuribmiz. Haligacha haligi kichkina masalalarda ham haligi no'noqmiz. Boshqa davlatlarda misol uchun odamlar farzandi tug'ilgan paytida birorta bir investitsiyani boshlab qo'yapti. 18 yoshigacha ham katta pul bilan u universitetini bitiryapti. Bitta misol keltiraman. O'zbekistonlik To'xoj akamiz o'zi qilgan narsa. O'g'illarni Turkiyaga o'qish jo'natdilar. Bundan 4 yil yoki 5 yil oldin. Jo'natdilar va men bu yerda hozir ijaraga to'lashimga kerak bo'ladigan ma'lum bir summani har yil oshib ketishi mumkin bo'ladigan bo'lsa, o'g'lim qiynalmasin dedilar-da. Oilasi bilan birga yashashi uchun bitta uy sotib olib berdilar. Turkiyada. Uyning narxi $50,000 edi o'sha paytda. $50,000 sotib olib berdilar. Hozir 4 yil, 5 yil ichida u bola o'qish tugatdi. Kontraktlarni nima qildilar, oyma-oy pul jo'natadilar, boshqa qildilar. Eng qizig'i, hozir shu uyni 180-200,000 sotishyapti. U bola qaytib kelyapti O'zbekistonga va u bola qaytib kelayotgan paytida otasi shu qadar moliyaviy savodxonlik bo'yicha ilmi borligi uchun muvaffaqiyat erishdiki, 4 yil ketkazgan hamma pulini bittada olib kelyapti bolasi. Undan ko'proq olib kelyapti. Ham bolasi o'qidi, ham bolasi ilmli bo'ldi, boshqa qildi, ham bolasi ijarada turmadi, ijara sarson bo'lib boshqa qilmadi. Ham undan tashqari katta pul bilan qaytib kelayotganligi, bu bola hozir misol uchun pul o'shaniki, o'g'liniki. Bor, ya'ni ilm olding, boshqa qilding, boring bitta tijorat bir narsani boshlaysanmi, boshqa qilasan. Bu oddiy moliyaviy savodxonda o'rgatilishi mumkin bo'lgan oddiygina instrumentlar, oddiygina narsalar.
Bizda mana shular o'rgatilmayapti yoki bo'lmasa o'rganmayapmiz yoki bo'lmasa unga jiddiy qaramayapmiz. Shu masala bo'yicha qanday fikr bildirasiz? Bu narsaga ota-onalar farzandlarini o'qitish borasida biror narsa qilishlari kerakmi yoki o'zlari biror narsa o'qishlari kerakmi? Agar tavsiya qila oladigan birorta bir kitoblaringiz yoki birorta bir videolaringiz bo'ladigan bo'lsa, ularni aytadigan bo'lsangiz, chunki bizni millatimiz uchun eng kerakli bo'ladigan narsalardan biri shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki bu ma'noda juda ham no'noqmiz. Shundoq, ya'ni bizda bilsangiz haligi bolaga pul haqida gapirma degan narsa borda bizda. Ya'ni qaysi jihatdan haligi kontrast bor yahudlar bilan. Yahudlar bilsangiz pul haqida gapirishni boshlaydi. Tili puldan boshlanadi birinchisi. Ya'ni mana shu narsa o'sha shunaqangi bo'lgan, hattoki bir pul haqida gaplashish bir yomon narsadek uyatdek bo'lib qolganda, yo'q, aslida bunday bo'lmasligi kerak. Chunki boy musulmon bu boy odam boshqalarga ko'proq foydasi tegadigan, Jamiyatga ko'proq foyda. agar zotan shaxsiyatli boy bo'ladigan bo'lsa, u naqadar go'zal. Ya'ni kuchli shaxsiyatga ega bo'lgan boy bo'lsa, u naqadar go'zal. Va o'sha birinchi o'rinda mana shu narsani yo'qotishimiz uchun ota-onalarning o'zlarida pulga bo'lgan munosabat yaxshilanishi kerakda. Ya'ni haligi zanjir bo'lyapti-da. Ya'ni aytdingiz, mana ta'lim sohasida bu narsa bo'lmagan. Haqiqatan shunaqa. Ya'ni ta'lim sohasida qani endi masalan darslar bo'lsa, pul va pulni boshqarish. Masalan, real keyslar berilsaki, senga mana buncha pul beryapman, semestrning oxirida yoki bir chorakning oxirida mana shu pulni qanchagadir ko'tarishing kerak, biznes model shaklida etishing kerak, shunga qarab bahong qo'yiladi desa. Ya'ni bolada bor, u bolada tabiiy o'zi. Biz so'ndirib qo'yamiz ko'p holatlarda. Masalan, meni hozir 10 yosh Rahim Schoolda o'qiyotgan o'g'lim, o'zi tabiiy narsa bor, uyalmaydi. Ya'ni nima shirinliklar bir narsalar qilib turib, tashqariga masjidni oldiga olib chiqib turib, haligi odamlar kirib ketayotganda sotishga-da. Ya'ni o'zida shunaqa uyalmaslik nimasi bor, holati bor-da bizda. Ya'ni mana shu narsani qanaqangi shakllantirilgan desa, men hech qachon pul haqida, ya'ni o'zim iqtisodchi bo'lganligim uchun nima qilmayman, qaytarmayman, pul haqida muhokama qilaman. Hattoki keyingi darajalarga o'tganmiz. Qanaqangi keyingi daraja? Masalan, sotib turib, bu meni pulim deydi. Ha, to'g'ri, seni puling, lekin endi bu yerda xarajatlar ham bor. Chunki biz tuxum ishlatdik, un ishlatdik, u bizdan keldi. Xomashyo. Endi ber bu yog'ini. Ya'ni foydang mayli o'zingga qolsin, lekin xomashyo bo'lsin. Ya'ni bola pul haqida o'rganishni sekin-sekin nima qiladi? Ya'ni o'zida shakllanadi va kerak bo'lsa endi adabiyotlar so'rab qoladi kerak bo'lsa. Zo'r tavsiya. Montajchilarimiz mana shu joyga kitobni qo'yib qo'ysa bo'ladi. Inshaalloh qo'yib qo'ysa. G'iyosiddin Yusufni Bola va pul asari. O'zim bunga taqriz berganman. Zo'r yozilgan. Usuli zo'r, ya'ni birinchi pul qanaqa bo'ladi? Hikoya. Pul qanaqa hikoya? O'sha hikoyada shu 96-betida aynan o'sha o'g'limni men har xil joydan nimalarni yuzini olib berganman. AIda rasmini chizdirib kitobga qildirganmiz. Aynan o'sha masjidning oldida shirinlik sotishini. Ya'ni Ishoqning biznesi degan nimada ketgan bu narsada. Ya'ni shu kitob shunaqangi bir chiroyli yozilgan, hattoki yuqoriroq kattalar tushunmaydigan narsa, ya'ni pul hamma degan narsa emas. Baxt, pul degani baxt degani emas. Bu narsalar shunchaki shakl xolos, u vosita degan narsalarni bola tilida tushuntirib berganda. Va ikkinchisi Fahrenheit nimani publishingni pul degan alohida, pul va iqtisodiyot degan bir alohida kitob bor. Ya'ni hozir katta ensiklopediya ko'rinishida fizika, kimyo, biologiya degan 6 ta bir dunyodagi bestseller kitoblar bor. Rasmlar bilan katta qimmat kitoblar, lekin arziydigan kitoblarda. O'shalardan bittasi pul va iqtisodiyot degan narsa. O'shalarni o'qidi, pul qanaqangi shakllangan, qanaqangi boshlangan, hozir raqamli pullar qanaqa, aldanib qolmasligimiz uchun nima qilishligimiz kerak. Ya'ni mana bu qimor qanaqa hisoblanadi? Mana shunga o'xshagan hozir bir ilmlari bor-da, u kichkina bo'lsa ham. Ya'ni necha yosh hozir farzandingiz? Hozir 9,5. 9,5 yosh. 9,5 yosh bo'ladi, shuncha ilm bor. Ya'ni bu moliyaviy savodxonlik. Aynan shu moliyaviy savodxonlik bo'yicha va aynan shu kitoblarni o'qish natijasida bu narsa paydo bo'ldi endi. Ya'ni o'sha oilada erkin gaplashamiz pul masalasida. Ya'ni bo'ldi, sen pulga qiziqma, ilm faqat ilm deb turib chiroyli niyatlar aytish mumkin. Lekin bu haligi o'zini oqlamaydigan narsa. Chunki pul haqida gaplashish bu doimiy vosita. Bu ertaga qachondir birdaniga pul kelsa o'zini yo'qotib qo'yadigan narsa bo'lmasligi kerak-da. Bu doim shakllanishi kerak. Endi jamiyat ma'nosida nima tarbiyalashimiz kerak? Pul va shunga o'xshagan narsalar deydigan bo'lsa, endi bu makro darajada ko'rilish. Hozir men oilaviy darajada, mikro darajada aytdim sizga foydasini. Xo'sh, pul
nimada har bitta nima deydi? Butun bir iqtisodiy rivojlanish nimaga bog'liq desa, har bitta individning olingan ilm darajasini yig'indisi bilan o'lchanadi bu narsa. Masalan aytaylik, 38 million odam bo'libdi. Masalan, 18 millioni yoshlari. 25 million aynan shu pul bilan to'g'ridan-to'g'ri muomala qiladigan odamlar deb tushunadigan bo'lsak, ularning pulini qay darajada ishlatilishligi ertaga yig'indisi holatda biz iqtisodiyotga ta'sir qiladi. Ya'ni oddiy narsa. Agar siz $5,000 $5,000 ham ko'p, ozgina. $10,000 oddiygina bir nimaga, to'yga ishlatib yuborsangiz, o'shunchaki yeb ichish xolos. Undan hech narsa qaytmaydi sizga. Agar u narsani qarzga olsangiz, sizdan baxtsiz odam yo'q. Siz chunki yangigina kelin-kuyovni yangi hayotini yangi qarzlar bilan boshlab beryapsiz. Bu juda ham baxtsizlik hisoblanadi. O'zingizni pulingiz bo'lsa ham yaxshi narsa emas. Nimaga? Chunki siz u narsani ertaga qaytadigan narsaga sarflamayapsiz. Aslida biz nima qilishligimiz kerak edi? O'sha $10,000 nimagadir sarflasak, qanaqadir biznesga sarflasak, 2-3 ta odamni ish bilan, kichkina aytaylik, paypoq sehi yoki kichkina sex deylik. 2-3 ta odamni ish bilan ta'minlashimiz mumkin edi. Ularga bir qaysi darajada daromad olib kelish mumkin edi. Ya'ni ko'ryapsizmi? Endi mana shu narsani siz bir kunda nechta to'y bo'ladi? Har bittasiga ko'paytiring-da. O'shancha davlat miqyosiga chiqib ketdi-da bu narsa. Har bittasiga ko'paytiradigan bo'lsangiz, insonlarning qarori to'g'ridan-to'g'ri iqtisodiyotga ham qaroriga bog'liq. Qarorini iqtisodiy natijaga bog'liq chiqishiga. O'shaning uchun kattaroq holatda ko'riladigan bo'lsa, hozir mana aytdingiz, mana nimada imanda bir brand face bo'ldimda, qaysidir ma'noda iqtisodiy savodxonlik uchun ko'rdik, videolaringiz chiqdi. Mana shunday videolarni ijtimoiy darajagacha chiqarish. Ya'ni faqatgina o'sha kelin-kuyov masalasi, oilaviy masalalar emas, endi yuqoriroq darajaga chiqarish. Bu qaysidir ma'noda evolyutsiya bo'ladi. Ya'ni masalan, nima Qozog'istonda chiqdi-ku kino. Mashinik degan kino chiqdi. Ko'ryapsizmi? Keyingi darajalari, ya'ni jamiyat o'zi keyingi darajaga o'tgan Qozog'istonda. Ya'ni bizda ham bu narsa bo'lmayaptimi? Bo'lyapti. Bu narsani bilishimiz kerak odamlar. Faqatgina nimalar orqali desa, odamlar bir-birini ijtimoiy tarmoqlar orqali ogohlantirib yuribdi-da. Bu davlat darajasida chiqish kerak, kino oladigan darajada chiqish kerak, seriyali kinolar chiqish kerak. Mana shunday bir moliyaviy savodxonlik bo'ladigan bo'lsa, ertaga butun bir jamiyat shakllanadi va yuqorida aytgan narsam, iqtisodiy rivojlanish har bitta individning kichkina ilmlarning yig'indisiga teng. Ya'ni qanchalik biz ilmli bo'lsak, shunchalik ilmli qarorlar qabul qilamiz, to'g'ri qarorlar qabul qilamiz, to'g'ri qarorlar kuchli iqtisodiy natijaga olib keladi bizni. O'shaning uchun ikkala holatda ham birinchi o'rinda yoshlarimizga hech qachon oilada pul haqida gaplashishni, pul yomon narsa emas, pul sababli buzilib ketish yoki pulni o'zigina baxt deb tushuna olishlik yomon narsa. O'sha narsani chalg'itib olganmiz-da biz. Yo sen hali yoshsan, pul yo'q. Hisoblating, bering, hisoblasin, yig'ib yursin, infoq qilishni o'rgansin. Bu narsani menimcha qilishimiz kerak. Albatta. Va shunda umid qilamiz, keyingi yoshlarimiz hozir bizdaqa fikrlamaydi-da pul masalasida. Inshaalloh shunaqa bo'lsa ilohim. Xudo xolasa. Chunki eng katta og'riqlarimdan biri, men o'sha nimalar ko'rganimdan keyin hayotim, dunyoqarash, fikrlashim uncha o'zgarib ketdi. Bittagina shu savdogarlar ustozi. Ko'pchilikka ta'sir qildi. Juda katta, ya'ni meni miyamda katastrofa bo'ldi desam ham bo'ladi. Ko'rasizmi? Kitob, ilm. Qanaqa o'zgartirib boshqa. Undan keyin Hilol nashrida Millioner sahobalar degan kitob chiqdi. U ham misol uchun juda ham katta ta'sir qildi. O'zi aslida bizda shunaqa tushuncha bo'lib qolganda, siz kambag'al bo'lsangiz, yana ham Allohga yaqinroqsiz. Siz kambag'al bo'lsangiz, yana ham duosi qabul bo'ladigan insonsiz. Yo'q, misol uchun boy insonlar qanaqangi katta-katta saxovatlar qilib katta natijalar olib kelishi mumkin, boshqa narsa. Keyin haligi niyatlarimiz katta-katta, lekin qilayotgan harakatimiz unga nisbatan yetib bormayapti boshqa. Zotan G'azoli aytgandek, hozirgi kunda ikkinchi G'azoli, ya'ni o'zlarining davrlarida aytgan, hozirgi davrda undan ham bu narsa aktual. Masjidlar bilan bir tengqurda zavodlar qurish musulmonlar uchun aktual. Chunki mana shu sababli mana hozir nima holatlarga kelyapmiz. Ya'ni bu narsani biz qaysidir ma'noda his qilyapmiz. Xudo saqlasin, tanamiz bilan his qilmaylik bu narsani. Inshaalloh. Shunaqa. Xo'sh, oxirgi savollardan biri, ko'rsatuvimiz ham o'zi nihoyasiga yetib qolyapti. Hayotingizdagi puldan ko'ra ko'proq foyda keltirgan bilim yoki tajriba bilan o'rtoqlasha olasizmi?
Ya'ni mana shu ilmni, mana shu tajribani yaxshiyam oldimki, men Ha. hayotimda pul bilan taqqoslab bo'lmaydi bu narsani. Oxirgi savol biroz cho'zaman unaqada. Mayli. Chunki nima deydi, bir go'zal insight bor. Nimada men ilm sohasiga kirsangiz doim sizga zo'r takliflar keladi moddiy jihatdan. Lekin o'sha moddiy jihatdan o'sha taklifni olsangiz, sizni ilmingizni olishingiz yoki nimani bitirishingiz judayam Uzun cho'zilib ketadi. Masalan, men endi ilmiy ishimni yozib turib, chunki bitta semestrda yopolmasangiz 1 yilga cho'ziladi-da. Qilyap turgan paytimda telefon kelib qoldi. Oldin Seulda, Incheonda o'zim turardim. Seulda ingliz tilidan dars berardim. U ham ba'zida borardim. O'sha ba'zida borardim yoki yozgi kunlarda pul qilib olib, qolgan payt o'qiyardim-da. Men uyga hech qanday pul jo'natmaganman. Ya'ni uydagilar ko'p bu narsadan nima qilishardi, olishardi. Mana boshqalar pul jo'natyapti-yu. Oxirgi ko'nikishgan ham bu narsaga. Yo'q, men Xudo xolasa bitirgandan keyin o'sha narsani xuddi haligi aytdingiz-ku, Turkiyaga jo'natib turib, mana moddiyat ham o'zi bilan qaytib kelgandek, Xudoga shukr, o'sha moddiyat, ya'ni bu yerdagi ishchi bozorida qaysidir jihatdan o'rtachadan anchagina yuqori bo'lgan oyliklarni ola olishlik darajasiga o'sha paytdagi ba'zi bir uyga jo'natmagan pulimdan yaxshiroq mana hozir kelyapti. Ya'ni bu narsa keladi demoqchiman yoshlarga. Xo'sh, o'sha payt telefon kelib qoldi, Seuldan telefon kelib qoldi, aytyapti, bir amerikalik ingliz tili o'qituvchimiz zudlik bilan AQShga ketadigan bo'lib qoldi. 1 oyga kelib tura olasanmi? U ish qanaqa edi u? Odatda amerikaliklar o'zlariga masalan soatiga $50 to'lardi-da. Juda zo'r. Ya'ni har kuni kelib soat 2 dan 6 gacha dars o'tasan, unga qanaqa oylik bersa shunaqa oylik beraman senga degan narsa. U yaxshigina pul edi-da. Lekin agar o'sha tomonga boradigan bo'lsam, nima bo'lardi? PhDni men 2021-yil tugatolmagan bo'lardim. Ya'ni shu joyda voz kechish degan narsa bor. Uzoqni ko'ra olishlik degan narsa bor. Nimaga bu narsani keltiryapman? Eng yaxshi narsa puldan ko'ra nimaga egalik qildim deydigan bo'lsa, men aynan o'sha PhD jarayoniga e'tibor beringlar, diplomiga emas, jarayoniga. Chunki mana hozir IELTS 5,5, 7,5 degan misolni keltirdim-ku, xuddi shunga o'xshab turib, IELTS yoki qaysidir bir til sertifikatining nimasi, maqomi 2 yilda bekor bo'ladi. Lekin undagi ilm sizga qoladi. U qog'oz boshqa narsa. Qolgan narsa ilm. Xuddi shunga o'xshab 5 yil doktorlik nimasida nimaga erishdim desa, bir qog'ozga emas. Men bir joyda o'tirib olib uzoq ishlay olishlik ko'nikmasiga erishdim. Nimalarni ba'zi bir narsalarga shoshqaloqlik bilan emas, bir o'ylab turib qaror qilish bilan, ma'lumotlarni bog'lay olishlik bilan. Ya'ni meni mana shu 5 yil davomida bir qog'oz olishga train qilishmadi. Ya'ni 5 yil davomida masalalar mana shunday holatlar bo'lganda, bunday bir sabablar bo'lganda mana shunday natijalar kelib chiqdi. Kelajakda ham mana shunga yaqin bir sabablar bo'lganda mana shunaqa natijalar kelib chiqadi degan bir hikmatni olishga qilindi-da. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hozir ba'zi aytadi, ya'ni universitetda o'qish senga hech narsa bermaydi. To'g'ri, diplom jihatdan hech narsa bermasligi mumkin. Lekin shaxsiyatni tarbiyalash jihatdan ko'p narsa beradi-da. Ya'ni pul jihatdan nima oldingiz desa, mana shu narsani oldim. Bu narsaga istalgan narsaga qilishingiz mumkin. Chunki odamlarga qaraydigan bo'lsangiz, guruhlar 2 guruhga bo'linadi. Qaysidir guruh bor, munozara guruhi, qaysidir guruh bor, muzokara guruhi. Munozara guruhi qanaqa desangiz, u munozara qiladi, doim savol beradi. O'qiydigan jamiyat doim javob izlaydi. O'qimagan jamiyat javob sotadi. U biznesmen u. Ya'ni munozara guruhi munozara qiladi, muzokara guruhi u eng yaxshi narsani olishga harakat qiladi. Biznesni muzokara qiladi. Muzokara o'tkazadi. Ya'ni sen buni ber, menga bunga ber. Ko'ryapsizmi jamiyatlarning shakllanishi. Jamiyatlarda ham kimdir derazaga qarab turib, tashqarini ko'radi, kimdir o'zini aksini ko'radi-da. Ya'ni munozara, muzokara, javob berish, javob izlash, bular umuman boshqa masalalar. Ya'ni mana shu narsalarning hammasi nima bilan keladi desa, yuqoridagi birinchi qo'ygan savolimizga qaytib kelamiz endi. Shaxsiyatni rivojlantirish bilan. Va xulosa shaklida aytaman, biz bu podkast orqali shaxsiy rivojlanishmi yoki boylikmi degani emas, kombinatsiyani qanaqa qilamiz? Zotan qani endi ikkalasi shakllansa qanday? Va hozirgi jamiyatimizda biroz oldinlab ketgan o'sha
faqatgina mol-mulkka bo'lgan e'tibor. Bu joyda yana bir narsani aytish kerak. Odamlar doim aqlli va odamlar doim davlat qo'ygan insentivlarga javob beradi. Ya'ni hukumatning roli juda ham katta. Biz qaysidir paytda Islom Karimov vaqtida sport dedik, natijasini ko'rdik mana. Va agar ilm desa uni ham natijasini ko'ramiz. U qanday bo'lasa shunchaki gap bilan bo'lmaydi, isbot bilan bo'ladi. Ya'ni tasavvur qiling, agar qaysidir narsani qiladigan bo'lsang, senga kvartiralar beraman, bu narsalar beraman deb olimpiadalar bo'ladigan bo'lsa-da, u haligi jahon olimpiadalariga kelgan nimaga katta narsalar berilyapti-da, ilmga u narsa mana shunisi insentiv. Ya'ni odamlar o'shanga qarab harakat qiladi-da. Ya'ni ko'rish mumkin, qaysidir bir ustoz oddiygina oylik olyapti, lekin Husanov masalan oyiga $400,000 olyapti. Albatta futbolist bo'laman deydi. Ya'ni odamlar aqlli, ular boraveradi. Bu narsani shakllantirishda davlatning roli juda ham katta hisoblanadi. Va biz bu yerda hozir mana shu podkastda muhokama qilmoqchi bo'lgan narsamiz, e'tibor qilmoqchi bo'lgan narsamiz, boy bo'ling, lekin shaxsiy jihatdan ham boy bo'ling. Faqatgina bir narsasini o'ziga e'tibor berib qo'ymang degan narsa bo'lardi. Katta rahmat Abdujon aka. Shunaqa ajoyib suhbat bo'ldi. Abdukarim akaning gapi esimga tushib ketdi. Abdukarim Mirzayev o'zimiz o'zaro suhbatlashib o'tirgan paytimiz savol so'ragan edim. Jamiyatda kitobxon qilish uchun, jamiyatda ilmli qilish uchun qo'ldan kelgancha videolar olyapmiz, tadbirlar qilyapmiz, boshqa qilyapmiz. Hatto bir ikkita biznesmen odamlar biz pul tikamiz, misol uchun qanday bir loyihalar bormi, jamiyatda yanada ilmga qiziqishi uchun deb aytishgan paytida shu loyihalar berganmiz, yana ikkilanib qolishyapti, muvaffaqiyatga erishmay qolyapti loyihalar deb so'ragan paytimiz zo'r gap aytgandilar. Adashmasam bu ham bir kitobdan olingan javob bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hozir gapingizdan shunday xulosaga keldim. Aytgandilar, millatni ilmli bo'lishi shaxslarni harakati bilan bo'lmaydi, davlatni harakati bilan bo'ladi deb aytgandilar. Ya'ni bunga qo'yadi tamal toshini. Shunaqa. Davlat bunga jiddiy qaramas ekan, davlat bunga haligi homiylik qilmas ekan, davlat buni muhim ekanligini o'zi qabul qilmas ekan, insonlarning qilayotgan harakati shunchaki bir pul bo'ladi. Shunchaki havoga uchib ketadi deb aytgandilar. Shu gapni qanchalik to'g'riligini endi tushunib yetyapmiz. Katta rahmat. Katta. Aka. Sog' bo'ling. Birinchi podkastga taklif qilganingiz uchun, chunki odatda birinchi mehmon o'ylab tanlanadi. Shu narsaga bir loyiq deb bilganingiz uchun kamtarona ilmlarimiz bilan bo'lishga harakat qildik. Menimcha boshqalarga ham manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Inshaalloh. Ishlaringizga, ijodingizga, qilayotgan xizmatlaringizga omad tilab qolaman. Sog' bo'ling. Abdujon aka, sizni ham behuda chaqirmadim. O'sha aytayotganingizdek, Telegram gruppalaringizni, kanallaringizni kuzatib, keyin oxirgi qilayotgan ishlaringizni ham ko'rib, borib boshqa qilib, aynan bu mavzuda videoda suhbat qilishim mumkin bo'lgan sizdan-da munosib bo'lgan odam topolmadim. Chunki qilayotgan ishingiz, mehnatingiz o'zi hozirdan ham ma'lum, aytayotgan gapingizga o'xshab. Biznes tanlashim kerak yoki ilm tanlashim kerak edi. Men ilmni tanladim. Bu yo'lda ilmni tanlagan insonlarning fikrlari men uchun juda ham qiziq edi. Va siz ham Koreyada yashab kelganligingiz uchun meni ichimda o'tayotgan kechim bilan tushunishingiz yanada osonroq, yanada nima. Shuning uchun dardimiz deyarli bir xil bo'lganligiga manfaatli bo'ldi. Podkastning nomini unda dardlashamiz deb qo'ysak ham bo'lar ekan. Bo'ladi, shuni deb qo'yamiz, dardlashamiz. Inshaalloh. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Keyingi yana yangi podkastlarda ham suhbatlashamiz degan umidimiz bor. Bog'lasa. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'linglar. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, agar siz uchun qiziqarli fikrlar va insaytlar olgan bo'lsangiz, kommentariyalarda izohlaringizni kutib qolamiz inshaalloh. Va albatta do'stlaringizga ulashib, ularga ham manfaatni, bahramand bo'lishiga sababchi bo'lib qolishingizni ham sizlardan so'rab qolgan bo'lardik. Salomat bo'ling, keyingi ko'rsatuvlargacha xayr.